Qutadg'u bilik. Muqaddima. Uyg'urlar uzun tarixga, mo'l madaniyatga va qimmatlik madaniy meroslarga ega qadimiy bir millat. Ulug' vatanimiz Jongoning birlikka kelgan ko'p millatlik va porloq madaniyatga ega mamlakat bo'lib shakllanishida Uyg'ur xalqimi boshqa qarindosh millatlarga o'xshashla turli tarixiy davrlarda siyosiy, iqtisodiy va madaniy jihatlarda muhim rol o'ynagan. Bo'libmi vatanimizning mo'l madaniyat g'azinasini betishga cho'ng tuhfalarni qo'shgan edi. Ana shundoq tuhfalarning biri Uyg'ur xalqining 11-asrda yashagan buyuk mutafakkiri va donishmand shoiri Yusuf Xos Hojibning o'lmas asri Qutadg'u bilik dastonidir. Bu daston Uyg'urlarning Islomiyat qabulidan keyingi yozma adabiyotidan hozircha zamonimizga yetib kelgan tunji badiiy asar. 11-asr Uyg'ur adabiy tilining eng yaxshi namunasi ham Qorxoniylar davri ijtimoiy hayoti bilan ijtimoiy ideologiyasining ro'shan inkosi va ifodasidir. Bu daston butun Uyg'ur madaniyati tarixidagi porloq namoyanda bo'lish sifati bilan O'rta Osiyo madaniyati tarixidami zo'r qimmatga ega. 10-11-asrlarda bizning hozirgi birlikka kelgan ko'p millatlik vatanimizda bir qancha hokimiyat tang mavjud bo'lib turgan edi. Shimoliy Jungoda Kidan, ya'ni Qitanlar hokimiyati. Janubiy Jungoda Sung sulolasi. G'arbiy Shimol egizligining bir qismida Tang'utlar hokimiyati. Xeshi koridorida Ganju Uyg'ur hokimiyati. Turpan o'ymonligi va uning atrofidagi bir qism joylarda Quju, ya'ni Ediqut Uyg'ur hokimiyati. Kuchoning g'arbidan tortib Buxorogacha va shimolda Issiqko'ldan tortib janubda Xotangacha bo'lgan kang zaminda Qorxoniylar hokimiyati mavjud edi. Dastlab Balasag'un shahrini, ondan Qashqar, ya'ni O'rdikantni poytaxt qilgan Qorxoniylar hokimiyatimi Uyg'ur xalqining ajdodlari tarafidan qurilgan bir sulola bo'lib, bu sulola milodiy 9-asrdan 13-asrning boshlarigacha davr surgan va butun O'rta Osiyo rayonining iqtisod ham madaniyat taraqqiyotida muhim rol o'ynagan edi. Qorxoniylar sulolasi bo'libmi 11-asrda zo'r gullanish davriga kirdi. Bu davrda bir tarafdan allaqachon boshlanib ketgan yezigilik va qo'l hunar sanoati ijtimoiy ishlab chiqarish kuchining asosiy qismi bo'lib qolish natijasida o'ltiraqlashish va shaharlashish umumlashib ketdi. Qashqa, Borchuq, Balasag'un, O'trar, Farab, Samarqand va shuningga o'xshash yirik iqtisod, savdo va madaniyat markazlari maydonga keldi. Yana bir tarafdan uzun tarixga ega milliy an'anaviy madaniyat asosida islom madaniyati va mamlakatimizning o'rta tuzlangligi madaniyatining munavvar omillarini qabul qilish bilan Uyg'ur xalqining madaniyat tarixida yangi bir davr boshlandi. Bu yangi davr madaniyati toki 13-asrgacha g'arb madaniyatidan eshib ketgan edi. Ana shu chaqlarda Qorxoniylar sulolasi tavasida Abu Abbos Farg'oniy, Abu Nasr Farabi, Abu Rayhan Bironi, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Koshig'ari qatorliq ulug' olim, mutafakkur va shoirlar maydonga keldi. Sharqdagi buddachi Ediqut Uyg'urlari ichida Sanqu Soli To'tin qatorliq buyuk olim va tarjimonlar yetishib chiqdi. Diniy ayrimliklardan qat'iy nazar o'z davriga nisbatan yuksak saviyaga ega bir butun Uyg'ur madaniyati vujudga keldi. Qutadg'u bilik dastoni ana shundoq bir tarixiy sharoitda maydonga keldi. Qutadg'u bilik o'zining qurilmasi va mazmunidan elib aytganda oldi bilan bir adabiy asar va Uyg'ur dastonchiligining tipik namunasidir. Uningda lirika omillari bilan ipik bayon, dramalik epizodlar bilan tabiat tasviri, obrazlik tasavvur bilan shaxs, ya'ni odam xarakteri, falsafalik tafakkur bilan majoz, ya'ni metafora nihoyat ustulik bilan jipslashtirilgan. Lekin u muhabbat dastoni yoki qahramonlik dastoni emas, shundoqla ba'zilarning aytganidek nuqul pand nasihat, ya'ni didaktika kitobi emas.
Bu ayni zamon ijtimoiy hayoti bilan zish bog'langan, o'z davriga nisbatan realligi intayin kuchli bo'lgan adabiy asardir. Qutadg'u bilikdiki nurg'un tasvirlarda realizm nuri chaqnab turadi. Muallif o'z davridagi ijtimoiy turmushni quruq pand nasihatga tayinib emas, balki badiiy usul bilan personajlar obrazini yaratib, konkret vaqa epizodlari orqali aks ettiradi. Asardagi 4 personaj o'zaro bir-birini yo'rtib beradi. Ularning xarakteridagi farqlar personajlarning bir-biriga tamoman o'xshamaydigan hayot falsafasi va faoliyatlari orqali gavdalantiriladi. Mana bu nuqta Qutadg'u bilik dostonini boshqa har qanday pand nasihat xarakteridagi asardan farqlantirib turadi. Qutadg'u bilik qadamiy va yuksak bir milliy madaniyatning bevosita mahsuli bo'lib, u adabiy asar bo'lish bilan birga ham tarix, ham falsafa, ham siyosatnoma yoki davlatshunoslik, ham ijtimoiy ta'lim-tarbiya va uzoq o'tmish hayot bilan qarxoniylar davridagi real hayotni o'zida mujassamlashtirgan sistemalik bir ilmiy asar. Shuning uchun u sharq madaniyatini, Uyg'ur va boshqa turkiy tilda so'zlashadigan xalqlar tarixini, bo'libmi qarxoniylar saltanati tarixi bilan Uyg'ur tili va adabiyoti tarixini, qadimki ajdodlarning falsafa, huquq, ya'ni qonun, etika, ya'ni axloq, ta'lim-tarbiya, diniy e'tiqod, dunyo qarash, urf-odatlarni tadqiq qilishda zo'r ilmiy ahamiyatga ega. So'z 5. 11-asrda yashagan ulug' Uyg'ur shoiri, adib, faylasuf va davlat arbobi Yusuf Xos Hojib tarafidan yozilgan Qutadg'u bilik dostonining hozirgi zamon Uyg'ur adabiy tilidagi nasriy yashmasining nashr qilinishi vatanimizdagi osonliq millatlar klassik adabiyoti tadqiqoti sohasida qilingan yana bir cho'ng ish. Qutadg'u bilik dostoni Uyg'ur klassik adabiyotining eng munavvar bir obidasi. Shundaqla Junxon millatlari madaniyat xazinasining qimmatbaho durdonasi. Mamlakatimizning mashhur adabiyotshunosi Lavshi 50-yillarda bu dostonning qimmati ustida to'xtalib, Qutadg'u bilik dostoni yolg'iz Uyg'ur xalqining qimmatlik madaniyat boyligi bo'lib qolmasdan, balki vatanimiz madaniyat tarixining bebaho boyligidir degan edi. 1. Partiya 11-navbatlik markaziy komitetining 3-umumiy yig'inidan keyin mamlakatimizdagi har qaysi osonliq millatlarning, jumladan Uyg'ur xalqining klassik adabiyoti va madaniyati sohasidagi tadqiqot keng qanot yaydirildi. Partiyamiz va hukumatimiz adabiy meroslarga varislik qilish va uni keng ko'lamda echish xizmatiga alohida e'tibor bilan qaradi. 1980-yildan boshlab Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq partkom va xalq hukumati Qutadg'u bilik dostonini tadqiq qilish xizmatiga bevosita yetakchilik qilib, nurg'un ilmiy xizmatlarni uyushtirdi. Ayni vaqtda Avtonom rayonimizning muavin raisi Hamid Eminov boshchiligida Qutadg'u bilik tadqiqotiga yetakchilik qiladigan maxsus rahbarlik hay'atini qurib, tadqiqotni konkret tashkilladi. Til adabiyot tadqiqoti sohasidagi olim mutaxassislar keng jalb qilindi. Hay'at bu ulug' asarni tadqiq qilish va nashr qilishda ko'plagan amaliy xizmatlarni ishladi. Avtonom rayonluq ijtimoiy palla akademiyasining ta'sis qilinishi, oz sonliq millatlar klassik adabiyoti tadqiqotining sistemalik, ilmiy tartib bilan sog'lom rivojlanishiga zamin hozirladi. İjtimoiy palla akademiyasining millatlar adabiyoti tadqiqot o'rni olim mutaxassislarning zo'r tirishchanligi bilan bu asar ustida izchil emgak singdirdi. Natijada 1984-yili bu dostonning transkripsiyalik matni nazmiy yashmasi, 1986-yili xanzucha tarjimasi nashr qilindi. Buni endi nasriy yashmasi xalqimiz bilan yuz ko'rishmoqda. 2. Har qanday milliy adabiyot meroslarini tadqiq qilish va o'rganishning tub maqsadi uning ijobiy va ilg'or taraflarini yechib, real turmushga mos keladigan va foydali bo'lgan xususiyatlarini muayyanlashtirishdan iborat. Har qanday adabiy meros ajdodlarning tafakkur tarixidan,
o'tmishning siyosiy, ijtimoiy ahvolidan derak beradi. Adabiyot san'atining o'tmish davrdan bizgacha yetib kelgan eng yaxshi yodikorliklari ma'lum tarixiy sharoit bilan bog'liq bo'lgan holda bizni o'tmish hayotidan xabardor qiladi. Qutadg'u bilik dostoni Uyg'ur xalqining o'ttiri asridagi falsafa va ijtimoiy ideologiya ahvolini aks ettirish jihatda nihoyat cho'nqur ahamiyatga ega, tangdishi yo'q bir asardir. Yaqinqi 10 yildan buyon bu asar ustida bir qadar keng tadqiqotlar olib berildi. Biror adabiy obidaga uzil kesil baho berish uchun uni cho'nqur va atrofli o'rganish, tadqiq qilish lozim. Cho'nqur va atrofli o'rganib chiqish uchun oldi bilan uning hozirgi zamon tilidagi nusxalarini borliqqa keltirishga, u o'z ichiga olgan mazmun va g'oyalarni xalq tushunadigan vositalar orqali ayon qilishga to'g'ri keladi. Shunday qilganda uning badiiy ahamiyati, tarixiy qimmati va real turmush bilan bo'lgan munosabati ro'shan bo'ladi. Junxo millatlari madaniyat xazinasining olamshumul boyliqi bo'lgan Qutadg'u bilik dostoni yaqinqi bir asrdan buyon dunyo sharqshunoslik ilmining muhim bir tadqiqot nuqtasi bo'lib keldi. Uning 3 xil qo'lyozma nusxasi davlatimizda va chet ellarda aynan nashr qilindi. İngiliz, German, Rus va turk tillaridagi yashmillari ishlandi. Bularning hammasi bu ulug' asarni yanada cho'nqur va atrofli tadqiq qilish uchun bizni yetarlik ilmiy asoslar bilan ta'minlaydi. Qutadg'u bilik dostonining nasriy usul bilan yechib berilganligi, dostonning umumiy mazmuni va syujeti, u olg'a surgan idea va muallif Yusuf Hosojibning dunyo qarashi bilan har soha kitobxonlarining texmi cho'nqur tonishib chiqishi uchun foydali. 3. Klassik adabiy meroslarga varislik qilishda tanqidiy qabul qilish, meg'izi bilan shaklini ayirish, qadimkini bugun uchun xizmat qildirish fanjinida ching turish kerak. Bo'libmi varislik qilish bilan yuqori ko'tarishga ahamiyat berish lozim. Meros bo'lib qolgan har qanday yodikorlik o'zining butun mazmuni bilan o'zi vujudga kelgan davrda qanday ahamiyatga ega bo'lgan bo'lsa, keyingi davrlar uchunmi xuddi shunday ahamiyatga ega bo'la olishi notayin. Chunki u yangi tarixiy sharoitda, yangi ijtimoiy turmush tushunchasi ichida, yangi bir avlodning ma'naviy doirasida yashaydi. Shunga uning mazmunida qandaqdir bir nuqta ko'nrab qolgandek, vaqti o'tib real ahamiyatini yo'qotgandek bilinadi. Lekin uning ijtimoiy taraqqiyot qonuniyatlarining tub mohiyatini yechib bergan, haqiqatga uyg'un bo'lgan ilg'or va ijtimoiy nuqtalari yanada o'z qimmatini yo'qotmaydi. Bularga diqqat qilganda adabiy meroslarga to'g'ri baho bergili va uni yuqori ko'targili bo'ladi. Ajdodlarimiz bizga intayin mo'l, intayin qimmatlik madaniyat meroslarini qoldirib ketgan. Biz Junxo millatlarining munavvar madaniyat merosini qadrlashimiz, osrishimiz, qezishimiz va varislik qilish asosida uningdan foydalanishimiz, uni yengilishimiz, ilgirlatishimiz lozim. Tömür davom et. Nashrga tayyorlovchilardan Qutadg'u bilik dostonining asli nusxasining transkripsiyasini hozirgi zamon Uyg'ur adabiy tili bo'yicha nazmi va nasriy yashmasini nashrga tayyorlash va xanzucha tarjimasini ishlash avtonom rayonimizning ijtimoiy fan sohasidagi nuqtaliq tadqiqot temasining biri edi. Dostonning asli nusxasining transkripsiyasi va nazmiy yashmasi 1984-yili, xanzucha tarjimasi 1986-yili nashr qilindi. Şinjan İjtimoiy Fanlar Akademiyasi Millatlar Adabiyoti tadqiqot o'rni Qutadg'u bilik dostonining nasriy yashmasini ayni vaqtda ishlab chiqqan edi. Hozir Şinjan İjtimoiy Fanlar Akademiyasi qurilganligining 10 yilligiga sovg'a sifatida nashr qildirdi. Mazkur nasriy yashma tekstlari dostonning asli nusxasining transkripsiyasi asosida ishlandi va bir beyt birlik qilindi. Har bir beytning ma'nosini o'z ayni yechib berishga, so'z ma'nolarini imkon qadar tushirib qo'ymaslikqa,
qadimki Uyg'ur tilida qo'llanilgan so'z iboralarning hozirgi zamon Uyg'ur adabiy tilida saqlanayotganlarini o'z ayni elishga diqqat qilindi. Har bir beytda she'riy jumlada yoshiringan, lekin beyt mazmunidan ma'nosi tushuniladigan so'zlar hamda beytlar ma'nosining bog'lanishi, fikr va mazmunining o'zaro jipslashishi zaruriyatidan qo'shilgan so'zlar izohat tariqasida berildi. Beytlarning ma'nosi faqat hozirgi zamon Uyg'ur adabiy tilida amaliy iste'mol qilinayotgan so'z iboralar bilan yechildi. Qutadg'u bilik. Hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi nasriy yashnisi. Nasri muqaddima. Köyüngichi va oyug'uchi Allohning ismi bilan boshlayman. Hamdu sana, minnatdorlik va sonsiz madhiyla ulug' qudratlik Tangriga xosdirki, u ulug'liq egisi, tugal qudratlik podshohdir. U yerni, ko'kni yaratdi. Jimi jonliqlarga rizq berdi. Nimani xohlagan bo'lsa qildi. Yana nimani xohlasa shuni qiladi. Alloh xohlaganini qiladi va irodasi bo'yicha hukm qiladi. Yana sonsiz salom va durud xalqlarning yaxshisi, payg'ambarlarning tanlang'ini, Allohning ulug' elchisi Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga bo'lsin. Hamda uning hamrohlari aziz, hurmatlik sahobalarga bo'lsin. Ulardan Alloh rozi bo'lsin. Bu kitob bak azizdir. U Çin hukumalarining tamsillari bilan bezalgan. Machin ulamalarining she'rlari bilan zinatlangan. Bu kitobni o'qigan, bu beytlarni ma'lum qilgan kishi kitobdan yaxshiroq, azizrakdir. Çin va Machin olimlari va hakimlarining hammasi birdek fikrga keldiki, Mashriq viloyatlarida, butun Turkiston ellarida Bug'roxon tilichi turkiy so'z bilan hech kim hech qachon bu kitobdan yaxshiroq kitob yozmagan. Bu kitob qaysi podshohga yoki qaysi iqlimga yetib borsa, g'oyat uzluqi, haddidan ziyoda go'zalligidan u allarning hakimlari, olimlari qabul qilib, uningga har biri bir turlik ot laqam qo'ydi. Çinliklar Şahlar adab qoidasi deb atadi. Machin podshohligining hukumalari mamlakat qoidasi deyishdi. Mashriqliklar amirlar zinati deb atadi. Eronliklar Turkiy shohnoma deb atashdi. Ba'zilari bo'lsa podshohlar nasihatnomasi deyishdi. Turanliklar Qutadg'u bilik deb ataydi. Bu kitobni yezib chiqquvchi Balasag'unda tug'ilgan parhezkor kishi edi. Ammo bu kitobni Koshig'ar elida tamomlab, Mashriq podshohi Tabg'och Bug'roxon huzuriga sungan. Shoh Bug'roxonmi uni hurmatlab, ulug'lab, o'zining xos hojibligini uningga berib taqdirlagan edi. Shuning uchun Yusuf xos hojib deb nom shuhrati dunyoga yeyilgandir. Bu aziz kitob 4 ulug' qimmatlik ul ustiga bino qilingandir. Biri adolat, ikkinchisi davlat, uchinchisi aql, to'rtinchisi qanoat,
Yana uning har biriga bir turkcha ot qo'ygan. Adolatga kun tug'di alik deb ot berib, podshoh o'rniga qo'yilgan. Davlatga oy to'ldi deb ot berib, vazir o'rniga qo'yilgan. Aqlga o'gdilmish deb ot berib, vazirning o'g'li o'rniga qo'yilgan. Qanoatga udg'urmish deb ot berib, vazirning qerindishi deb aytgan. Yana ular o'ttirisidagi munozira, savol javoblarga o'xshash so'zlar so'zlangandir. O'qiganlarning ko'ngli echilib, yozg'uchini azgu duo bilan yod qilsin deb Nazmi muqaddima. U qudratlik birli Xudo hammadan ilgiridir. Barliq shukr madhiyla uningga mansubdir. U ulug'liq egisi, qodir va zul jalol, yaratgan, taraldirgan, qodir va komildir. Yer ko'k bilan xaloyiqning egisi, ya'ni hamma uchun rizqni tayyorladi. Kulib turib yegin. Xudo hammaga hisobsiz rizq berguchidir, hammani yegizidu, lekin o'zi yemaydi. Hamma jonliqlarni hargiz osh qo'ymaydi, ilkidagi hammani yegizidu, ishkizidu. U qandoq xohlagan bo'lsa, hamma narsa shundoq bo'ldi. Kimni xohlasa, shuni ulug' qiladi. Allah tanlagan payg'ambarga madhiya va salom bo'lsin. Yana hamrohlariga davomliq salom, ehtirom bo'lsin. Muhammad alayhissalom xaloyiqning boshchisi. U hamma kishilarning ko'z va qishi. Yana bu bak aziz bir kitobdir. Bilganlar uchun bilim dengizidir. Bu qimmatlik bilimlar bilan bezalgan. Shundoq ekan, shukr qil, qanoat tila. Kitobning hamma yeriga donishmandlar so'zlarining parchasi unchidek tap-takshi tizilgan. Sharq podshohi Machinlar begi dunyodagi bilimlik, idroqliq yaxshilar borliqi bu kitobni qo'liga elib o'zlashtirgan, xazina ichida saqlab asragan. Biridan biriga meros bo'lib qolgan, o'zi tutib boshqalarga bermagan. Bu kitob foydaliqdirki, hech ziyni yo'q. Ko'plagan turklar buning ma'nosini tushunmaydi. Bu kitobni tushunganlar mazmunini bilalaydi. O'qigan, yozgan, ya'ni savodliq bo'lsa tushunalaydi. Bu kitobning so'zlari qo'l va ko'z bo'lib yo'l ko'rsatadi. Ikkili dunyoda ishni o'ngshaydi. Machin va Chin hakimlarining hammasi birdek bu kitobni yaxshi deyishdi. Hamma turk, Chin va Sharq allarida dunyoda buningdek boshqa bir kitob yo'q. Kitob qadrini bilimlik biladi. Idroksiz kishidan, ya'ni nodonlikdan boshqa nima keladi? Kitobni ko'rganlar odamga bermagulik. Agar do'sting bo'lsa-mo, ishonmagulik. Chunki bilimsizlar buning qadrini bilmaydi. Idrokliklar o'qib uni asraydi. Muallif uni Bug'roxon zamonida xon tili bilan bayon qilgandir. Bundaq kitobni avval kim bayon qilgan? Bundan keyinmi kim bunchalik o'z bayon qila olsin? Qani kim bo'lmasin, mushundaq yoza olamdi? Yazalig'ini bor bo'lsa, uni maqtayman. Har qaysi shahar, kent, o'rda saroyda kitobni boshqacha ot bilan otadi. Har bir elning dono hakimlari shu elning yo'soni bo'yicha ot qo'ydi. Chinliqlar shohlar adab qoidasi deyishdi. Machinliqlar mamlakat sirdishi deb atadi.
Mashriq elidagi ulug'lar bu kitobni Amirlar zinnati deb to'g'ri atadi. İranlıqlar buni Shahnoma deydi. Turanlıqlar Qutadg'u bilik deb tushunadi. Ko'ginki har qaysi alla o'xshamagan tillardagi turlik so'zlar orqali uningga har xil nomlarni berdi. Yana bu kitobga ot qo'ygan ulug' va yaxshi bandasini Xudo kechirsin. Ey bu kitobni qabul qilguvchi, bu turklar tilida yozilganiga ajablanguchi. Qara, bu kitob hammaga yaraydi. Shahlar uchun al-yurtni uzun boshqarishga foydaliq. Mamlakatni idora qilguvchi kimlar bo'lishini, uningga nima qilish kerakligini hakimlar so'zlagan. Shahning qo'g'dilishi va buningga keraklik vositalar, mamlakat tuzishning tartib shartlari, mamlakatning xarob bo'lishi, turaqliqligi nimidan yoki mamlakatning yiqilishi, davomliq turishi va boshqalar. Yana cherik askar qo'shinlarning qandoq to'planishi, yer va yo'l tepishi, bularning tartibi kitobda ochiq tanlab ayrim-ayrim ko'rsatib berilgan. Yana mamlakatni mahkam tutqichi kishining yaramliq arlarga ish topshirganligi ko'rsatilgan. Idrokliq loyiq biri lozimki, chiroqqa oy nurini beg'ishlagandek bo'lsin. Xalqning shahloda haqqi bor. Shahningmi xalqdagi haqqi ravodir. Yana puhrolar uningga rioya qilsin. Shahmu puhroning jon tenini asrasin. Qaysi bir shoh urush qiladigan, jang paytida lashkarlarni qandoq tuzishni, dushman sheriklarini qirish uchun qandoq yili ishlatish lozimligi so'zlanadi. Shoh qandoq tadbirlar qo'llanishi, o'zinimi, xalqnimi to'g'ri yo'lga selishi kerakligi so'zlanadi. Bu yangilik shohni xalq so'yadi. O'zgilarmi yuzini ko'ray deb oldiraydi. Öz omadlik deb bilib xizmatga ba'zilarni yaqinlashtirgulik, ba'zilarni yiroqlashtirgulik. Bir munchilarni puxtalik bilan yaqin tutish, ba'zilarni asqatmaydi, yomon deb yiroqlashtirish kerak. Yana biri bosh kesish uchun siyosat ishlatish, ikkinchidan ko'ngil elish uchun farosat ishlatish kerak. Farosatlik, bilimlik, botur, shir yurak bo'lish, xazinini to'ldirish va uni loyiqida taqitish kerak. Puhrolarga nisbatan noiti savrchan bo'lsa, hamma ishda rohat topadi. Bir qancha so'zni sana vasiyat sifatida qoldirsam, unutma, menga duo qil. Nazar sol, bu kitobni tuzgan kishi mohir kishilarning sari ekan. U turlik fazilat va farosat bilan bezalgan va xushal o'tgan ekan. U to'g'riligi, hurmati va xudogo'yligi sababidan taqvodor, bilimlik, pok bo'lib o'tdi. Uning yashagan makoni Qo'z Ordu eli. Uning taxti yaxshi nasabdan, so'zgimi mahir edi. U tug'ilgan elidan chiqib ketib, bu kitobni tuzib tugalladi. Hammasini yezib tugutib, bir tartibga selib Qashqar elida tamomladi. Uni shohning oldida o'qib berdi. Xonlar xoni Tabg'och Qora Bug'ra xon uni ko'p qadrlab mukofot berib, qalam haqqi va aql farosati uchun hurmatladi. Uningga xos hojib nomini taqdim qilib, uni o'ziga texmi yaqinlashtirdi. Qara, bu ma'nilik ish uchun hurmatlab, uni Yusuf xos hojib deb to'g'ri atadi. Yana bu kitobni bayon qilganda 4 ulug' narsa asos qilingan. Biri to'g'rilik asosidagi adolatdir. Ikkinchisi davlat, baxt, iqboldir. Uchinchisi ulug'liq bilan aqldir. To'rtinchisi qanoat bilan salomatlikdir. Buning har biri uchun boshqacha nom bergandir va shu nom bilan oxirigacha bayon qilgandir. Adolatni kun tug'di alayk deb atab, uni shohlik o'rniga qo'yadi. Davlat
to'g'ridan to'g'ri Oytoldi deb ataladi va uni vazirlik o'rniga qo'yadi. U aqlni o'gdilmish deb ataydi va vazirning o'g'li deb aytadi. Qanoatga o'dg'irmish nomini beradi. Bunimi vazirning yaqini deydi. Qara, buning hikmati 4 narsa ustidadirki, ularni tartib bilan yezib kitobni tamomlaydi. Arabcha, tojikcha kitoblar ko'p. Bizning tilimizda bu yegona hikmatdir. Bu kitobning hurmatini bilimli kishilar biladi. Bilimning qimmatini aqlli kishilar tushunadi. Sana bu turkcha qo'shiqlarni tuzib berdim. O'qiganda unutma, menga duo qil. Dunyodan o'tib ketaman, so'zimni o'zing angla. Ko'p ibrat ol va ko'zingni och. Iloho, sen yakki yegonasan, hammamizni kechirgin. Hamma mu'minlarga didoringni nisb qil. Qutadg'u bilik. Yusuf Xos Hojib. Ko'yingichi va oyg'uchi Allohning ismi bilan boshlayman. Birinchi, qudratlik va ulug' Tangrining madhiyasi aytiladi. Yaratgan, tarbiya qilgan va kechirgan egam Xudoning nomi bilan so'zimni boshladim. Qudratlik birla Allohga tuman ming sana va ko'p madhiya bo'lsin. U yo'qolmaydi. U bo'z yer, yeshil osmon, quyosh va oy, tunni, xalqni, zamon va kunlarni yaratdi. Bu hamma borliqni xolidi va yaratdi. Birla paydo bo'ldi dedi, xoliqining hammasi paydo bo'ldi. Yaratilgan barliq narsalar uningga muhtoj. Muhtojsiz birla Xudo, uning sherigi, hamrosi yo'qdir. Ey arxlik, qudratlik, mangu muhtojsiz Xudo. Bu ot seningdan boshqaga loyiq emas. Ulug'luq va buyuklik sanga xos. Seningdan boshqa sanga tang tush yo'q. Ey bir Xudo, sana boshqa biri hargiz o'rtoq bo'lamaydi. Sen hammadan avvalsan, azal ham oxirsan. Sening birligingni hisoblashga bo'lmaydi. Sening qudrating hammaga yetadi. Shubhisizki sen birla. Ey mangulik zot, sen hisobga qaytilmaysan, inkorma qilinmaysan. Ey hammani bilguchi, mavjudotning haqiqati, ko'zimdan yiroqsan, ammo ko'ngilga yaqinsan. Sening borliqing kun oydek ro'shan ayondir. Lekin buning taxtini tushunishga aql farosat yetmaydi. Sening birliking mavjud narsalarga bog'liq emas. Chunki
hamma narsani sen yarattың, ular seningdir. Barliq mavjudotni sen yarattың. Har qandaq narsa yo'qoladi, ammo senli tirik qolasan. Yaratquchining borliqiga yaratilganlar guvoh. Yaralgan ikki dunyo birligiga aniq shohid. Uningga o'xshaydigini yoki selishtirmasi yo'q. Nemishqa shundoq ekanligiga xalqning aqli yetmaydi. O mangmaydi, ya yatmaydi, uxlamaydi, o'yg'oq. Uni o'xshatishga, ya selishtirishga, ya suratlashga bo'lmaydi. Kaynidimi, oldidimi emas, o'ngdimi, soldimi emas, ostidimi, ustidimi, ya o'tiridimi o'rni yo'q. O'rinni u yaratdi. Biroq uning o'rni yo'q. Uningsiz o'rin yo'q. Buningga ishon. Ey sirlarga yaqin, ko'ngillardan yuksak Xudo. Barliq surat, shakllar sana guvohdir. Sen tumanning son-sanoqsiz tiriklarni yaratding. Tuzlang tog', dengiz, do'ng, o'ymon yerlarni yaratding. Yeşil osmonni tumanning yulduz bilan beziding. Qorong'u tunni nurliq kunduz bilan yo'ritding. Qanchiligan, uchidigan, yuradigan, tinidigan jonliqlar seningdan oziq elib yashaydi. Yuqorida arishdan tövəndi yerga qadar barcha narsa birdek sana muhtoj, ey egam. Ey bir Xudoga ishonguchi, uni tiling bilan madhiyla. Diling shaksiz ishongin ekan, aqlingni yavash tut. Uning taxtiga yetaman dema. Ko'nglingni ko'zat. Uning borliqiga ishonda, xotirjamlikka erish. Uning qayerda, qandoqligi haqida izlanma. O'zingni tut, hech yerda va hech qandoq emas deb bil. Bu to'g'rida ko'p so'zlama. Ey muhtojsiz egam, sen bu muhtoj qulunga shafqat qilib, barliq gunohlarini kechirgin. Sangla seg'indim, umidim senda. Muhtoj bo'lgan yerimda mening qo'limni tut. Meni so'yimlik payg'ambar bilan birga turg'iz. Adolat kuni, ya'ni qiyomatda uni menga yetakchi qil. Ham uning 4 hamrohiga davomliq üzüldürmey tümenmin salam yetkiz. Ulug' kunda mana ularning yüzünü ko'rsat. Yaxshi so'zini mana yo'l ko'rsatguchi qil. Sana loyiqida madhiya o'qiyamayman. Meni afo qil, so'zim kesildi. İkinci, Peygamber aleyhisselamның madhiyesi eytiladi. Şapqatlik egam, so'yimlik payg'ambarni avatdi. O xalq ichidan tanlang'ini, kishilarning yaxshisi edi. U qorong'u tunda xalqqa mash'al bo'ldi. Yo'riqlik chechib seni yo'ritdi.
u xudodan sana da'vatchi edi. Shundan keyin ey qahramon, to'g'ri yo'lga kirding. u o'zini pido qildi. Tiliki ummatlari edi. Shunga ularga yo'l ko'rsatib berdi. Bilginki kunduzlari yemedi, kechalari yotmadi. Allohdan sana mag'firat tiledi, boshqani tilamadi. Kech kunduz mushaqqat chekib seni tiladi. Sen amdi uning yo'li bilan mang deginini qil. Uning barliq qayg'usi ummatlari uchun edi. Ularning rohati uchun azobdan qutuldirishni tilaydi. U ota-onadanmi mehribon edi. Xudodan davomliq yaxshilik tilaydi. U Xudoning bandalariga qilgan rahmati edi. Uning mijoz xulqi yaxshi, qiliqi tuz edi. U kamtar, muloyim, yaxshi mijozlik, ayoliq, rahimdil, sehi, qo'li kang edi. Undaq kishi bo'z yer va ko'k osmon uchun aziz. Tangri uningga nihoyat zo'r qadr qimmat berdi. U barliq yo'lboshchilarning kattasi edi. Hamma payg'ambarlarga oxirgi tamg'i bo'ldi. Uning yo'liga ko'ngil bog'ladim. Uning deganlariga ishonib, xushallik bilan so'zini angladim. Ilohim, ko'nglimni kuzatgin. Qiyomatda so'yimlik payg'ambar bilan billa turg'izgin. Qiyomatda to'lin oydek yuzini ko'zat. Ilohim menga uni yo'l ko'rsatguchi qil. Üçüncü, 4 sahabenin madhisi aytiladi. Uning ko'rib ovunadigan 4 hamrohi bor edi. Bular payg'ambarning billa turadigan maslahatchilari edi. Ularning ikkisi qaynotisi, ikkisi kuyovli. Bular xalq ichidagi xil kishilardan edi. Dastlabki hammadan avvalqisi otiq edi. Uning ko'ngli tili bilan birdek Xudoga ishongan. U mol dunyosi, teni va jinini pido qildi. Faqat payg'ambarning Rabbining roziligini tiladi. Uningdan keyingisi Faruq, kishilarning xili edi. U dili bilan tili birdek xalq ichidagi esil kishi edi. Bu sodiq yordamchi dinning tirigi bo'lib, shariat yuzidagi pardini ko'tardi. Keyingisi hayoliq, xushmijoz Osmon bo'lib, kishilar ichida eng sehi, qo'li ochiq edi. U borliqini meli va jinini pido qildi. Payg'ambar uningga 2 qizini berdi. Buningdan keyingi tanlang'ini Ali bo'lib, u botur, jasur, yuraklik, ahli to'liq edi. Uning qo'li ochiq, qalbi sop, bilimlik, e'tiqodman, nomi ulug' edi. Bular din va shariatning asosi edi. Ular kofir va munofiqlarning yukini ko'tardi. Bu 4 hamroh men uchun tabiatning 4 asosidek tuyuladi.
to'rt asos muvofiqlashsa haqiqiy tiriklik bo'ladi. Mendin ularga davomliq tuman ming salom yetkizgaysan ey egam. Ulardan rozi bo'lgaysan ey Rabbim. Qiyomat kuni ularning sepida turishqa meni nisb qilgaysan. To'rtinchi, nurluq bahor fasli, ulug' Bug'roxon madhiysi so'zlanadi. Sharqdan illiq bahor shamili esib keldi. Dunyoni bezash uchun jannat yo'lini ochdi. Bo'z yerdan kofordek qorlar ketib, ipor bilan to'ldi. Dunyo husniga to'lib bezanmakni istedi. Bahor shamili yiqimsiz qishni haydadi. Nurliq bahor saodat o'qyosini yana batladi. Quyosh yana o'z o'rniga yenib keldi, beli quyruqidan qo'zi burniga o'tdi. Qurigan daraxtlar yeshil to'n kaydi. So'sin al, seriq, ko'k, qizil bo'lib bezandi. Bo'z yer yuziga yeshil yipak yoydi. Go'yo qiton karvini tabg'ash tovar durdinini yeyivetgandek bo'ldi. Tuzlang, tog', qir, o'ymon tushak yeyib tushandi. Vodala, yo'tala, qizil ko'k kiyinib yasandi. Tuman turlik chechaklar kulib ichildi. Dünya ihbar ve kafir yedi bilen toldi. Qalampur yediği tolgan g'urg'ur shamal chiqdi. Bu dünya butunlay ihbar burab ketdi. G'oz o'rdek oqqu qil quyruq ko'kni qopladi. G'oqildishib yuqori töven uchib o'ynashdi. Qarig'in, ba'zisi qo'zg'alsa, ba'zisi qo'nudi. Ba'zisi suv uzsa, ba'zisi suv ichidi. Ko'k turnalar ko'kda unini yangritib, to'gi karvinidek tizilib parvoz qilib uchishadi. Ular qushi xuddi iffatlik qiz o'z so'yginini chaqirganidek soz ovoz bilan hamrohini undimakda. Kahlik qaqoqlab kulgandek unlik sayridi. Uning og'zi qondek qizil, qishi qop-qora. Qora qushqoch nayzidek tumshiqini so'zib sayridi. Uning uni erki qiz unidek yiqimliqdir. Gulzarda bulbul ming xil un bilan sayrimoqda. Go'yo kech kunduz sura ibrini o'qimoqda. Ilik tog' o'shkisi chechaklar ustida o'ynashmoqda. Buğa maral eg'inab, chopchib kezib yurmoqda. Osmon qopqini turib, ko'zidan yosh to'kdi. Ana, chechaklar yuz echib, qaqoqlab kuldi. Bu paytda dunyo o'z-o'ziga beqib, mag'rurlanib, so'yinib yasidoq agniga qarab. Dünya söz echib manga yetkizib dediki, bu Xaqonning yuzini ko'midingmi? Uxlab qolgan bo'lsang, tur. Endi ko'z och. Anlamagan bo'lsang, endi mendan so'z angla. Tuman yildan beri solg'un qul edim. Endi qulluq to'ni yeshilib, oq so'sardan kiyimlar kiydim. Bezandim, chunki ulug' Xaqon begim bo'ldi. U tilisa jinim qurban bo'lsin deb o'tindim. Bulut guldirilab qorovullik dumbiqini urdi. Chaqmoq chiqib Xaqonning tug'ini yoydi. Ularning biri qinidan chiqsa so'zilib elni boshqaradi. Biri shon shuhratini jahonga yoyidi. Ulug' Tabg'ach Bug'roxon jahon tutdi.
nomi qutluk bo'lsin. Xudo ikki dunyoni bersin. Ey dinning izzati, ey davlatning tiriki va homiysi, ey millatning toji, shariatning ishonchi. Xudo barliq tilagan tilikingga yetkizdi. Xudola sana doim orqa tirak bo'lsin. Ey dunyoning jamoli, ulug'liqning husni, mamlakatga nur, turoqsiz baxtga yugan. Palak sana baxti, el va taxt berdi. Bu taxt bilan baxtni Tangrim doimlik qilsin. Shu Xoqon bilan dunyo tinchlik topdi. Shunga dunyo uningga barliq sovg'atlarni avatdi. Fazodan kelgan osmon qushlarining ba'zisi Hind mamlakatidan, ba'zisi Rum elidan kelib, mag'rur shodlanib, so'yinchiga to'lib, Xoqonning nomiga madhiya o'qib, bas-basta sayrashmoqda. Turli chechaklar yer yuziga shundoq bezak berdiki, tuzlang, tog', o'yman, do'ngning mangzlari yeshil ko'kka bo'yaldi. Ba'zilari xush hidi bilan xizmat ko'rsatsa, ba'zilari chiroy husni bilan eshik ochadi. Ba'zilari qo'l so'zib xushpuroqlik isriq tutsa, ba'zilari ipar purkib dunyoni xush hidga to'ldiradi. Ba'zisi sharqning xilma-xil sovg'alarini epkasa, ba'zisi g'arbdan kelib xizmat qilishga tayyor turadi. Xizmatiga kelgan baxt eshikida turadi. Eshikda turib, u farmonbardorlik qiladi. Dunyo mushunda xizmat ko'rsatish uchun tayyorlandi. Dushmanning bo'ynini egib, Xoqonni yuqori o'rlatdi. Xoqonning nom shuhrati dunyoga taraldi. Uni ko'rmagan ko'zlardan uyqu qochdi. Dunyoga osoyishlik yetdi. Chunki qonun tuzildi. Qonun bilan u nomini yuksaldirdi. Kimiki Sexining suratini ko'ray desa, tashnolik bilan Xoqonning yuziga baxsin. Jafosiz, vafodor baxtni tilasang, uning yuzini ko'r. Qilgan ishi butunlay vafodir. O'zing ziyon tatmay foyda ko'ray desang, beri kel. Xizmat qil, ko'ngil ber va dilingni isitqin. Oliyjanob, muloyim, shafqatlik, oq ko'ngil kishini ko'ray desang, kel, uni ko'r, xotirjam bo'l. Ey yaxshi xuluqliq, asli yaxshi uruqliq Xoqon, dunyo seningdan qo'rqqanmisin? Ey baxtlik xon, Xudo sana davlat berdi. Ming matam uning nomini atab shukr qil. Nayt qadamiy masalda mundoq deyilgan. Otining o'rni nomi o'g'ilga qoladi. Otining nomi bilan o'rni sana qoldi. Buningdan keyinmi yana tuman yil davomlashsin. Minglagan qo'llar sana nurg'un narsa sovg'a tutdi. Menmi bu qutatg'u bilikni sovg'a qilay. Ularning sovg'asi keladi, oxiri ketadi. Lekin mening bu sovg'am mangu qoladigan sovg'a bo'ladi. Qancha dunyo yiqining bilan tugab oxiri yo'qaydi. So'z bitsang u qoladi, olam kesadi. Bu xonning nomi kitobga putildi. Bu nom mangu saqlanib qoladi, ey baxtlik xon. Ya Rabbim, davlatini ko'paytgin, tiliginini tugal qil. Barliq ishda sen uningga orqa tirak bo'l. U so'yganlarni omon qil, dushmanini yo'qot. Shodligini qo'yiq qil, qayg'uni yiroq tut. Yomg'ir yig'ib tursin, chechak echilsin. Qurigan daraxtin bixlo ko'klisin. Palak davomliq oylini versin. Dushman bo'yni qayrilib tavam bo'lsin.
bo'z yer mistek qizil bo'lmag'icha yoki o't ustida yeshil chechak unmigicha baxtlik xon uzun yashab ko'p baxt ko'rsin. Ko'ranmaslarning ko'zlari o't bo'lib yonsin. Uning yana qandoq orzu tiliki bo'lsa, Xudola uningga orqa tirak bo'lsin. Uning eli shod xuramlik bilan mag'rur yashasin. O'zi Loqman yeshidek hayot kechirsin. Beshinchi. 7 yulduz 12 burch aytiladi. Xudoning nomi bilan so'zimni boshladim. U yaratquchi, tarbiya qilg'uchi, kechirguchi egam. Xudo butun olamni o'zi xolig'inidek yaratdi. Dunyoga kun va oyni yoritdi. Qara, falakni yaratdi. U doim aylanib turadi. Uning bilan billa falak chaqimi cho'gilaydi. Ko'k osmonni va uning ustidagi yulduzlarni yaratdi. Qorong'u tun va yorug' kunduzni yaratdi. Bu osmondagi yulduzlarning bir qismi bezak, bir qismi yo'l ko'rsatguchi, bir qismi kuzatguchilar. Bir qismi kishilarga yorug'lik beradi, bir qismi yo'l ko'rsatguchi. Uningdan kishilar yo'l topa oladi. Ba'zilari yuqoriroq turadi, ba'zilari tuvan. Ba'zisi yorug'roq bo'lsa, ba'zilari xira. Bulardan eng yuqorida sakantir harakat qiladi. U 2 yil 8 oy bir uyda turadi. Uningdan keyingisi, ya'ni ikkinchisi 10 oy bo'lib, u bir uyda 12 oy turadi. Uchinchi bo'lib qurut keladi. U qahri bilan harakat qiladi. U qayoqqa boqsa, yashargan narsalar qurib ketadi. To'rtinchisi yoshiq bo'lib, u jahonni yo'rtadi. Yaqinlashganni, qarshisiga kelgan narsalarni yo'rtadi. Beshinchi savit bo'lib, so'yimlik yuzini ochdi. Sana kulib boqsa, o'zingni xushal tut. Keyin orzu keladi. Tilak orzulaganlar uningga yaqinlashsa, o'z tilakiga yetadi. Bularning eng tövünide yolchiq harakat qiladi. U quyosh bilan qarama-qarshi beqishqanda to'ladi. Bulardan boshqa 12 burj bor. Ularning ba'zilari 2 o'ylik, ba'zilari 1 o'ylikdir. Qo'zi bahor yultuzi keyin ud keladi. Arantir quchiq bilan bir-biriga yaqin yuradi. Qara, Arslan bilan buğday boshi qo'shnidir. Keyin ulgu chayon bilan yoning hamriyi. Uningdan keyin o'g'loq, ko'nak ham baliqlar keladi. Bular tug'sa osmon yo'rib ketadi. Bilsang, bularning 3 atiyozliq, 3 yozliq yulduz, 3 kuzlik, yana 3 qishliq yulduzdir. Ularning 3 o't, 3 suv, 3 shamol, 3 tuproq bo'lib, shulardan dunyo va Allah paydo bo'lgan. Bular bir-biriga yov. Xudo yovga yov avatdi, janjalni to'xtatdi. Uchrashmas yovlar o'zaro yarışib qoldi. Ko'rinmas yovlarning o'chmanligi pasaydi. Yaratquchi Xudo hammani o'zi yaratdi. Yaratdi-da tartib soldi, bir-biriga muvofiqlashtirdi. Buningdan keyin amdi inson haqida so'zladim. Uning qadri qimmati bilim, aql, farosat bilan bo'ladi.
İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi. 6. İnson bolasining qadri bilim va aql bilan bo'ladiganligi so'zlanadi. Xudo insonni xillab tanladi va yaratdi. Uningga fazilat, bilim, aql va farosat berdi. Uningga qalb ato qildi, ham tilini ravon qildi. Haya va go'zal xulq qiliq berdi. Bilim berganligi uchun inson bugungi buyuklikka erishdi. Farosat berganligi uchun tugunlar yeshildi. Xudo kimga aql, farosat va bilim bergan bo'lsa, uning qo'lidan ko'p yaxshiliklar keldi. Bilimni buyuk, idrokni ulug' deb bil. Bu ikkisi xillangan bandining martabasini o'stiradi. Bu so'zning dalili sifatida munu so'z keldi. Bu so'zni anglag'inda so'zingni shu yerda to'xtatdi. Qayerda idrok bo'lsa, ulug'likka erishadi. Bilim kimda bo'lsa, u buyuklikka ega bo'ladi. Farosatlik uqalaydi, bilimlik bilalaydi. Bilimlik farosatliklar tilikiga yetadi. Bilimning ma'nosini bil. Bilim nima deydi? Bilim bilgan ardin hamon kesal yiroqlashadi. Bilimsiz kishilarning barchasi kasalchan keladi. Kasalni davolamasa kishi tezli o'lib ketadi. Yur, ay bilimsiz, kesilingni davola. Ey olim, bilimsizlikning davosini sen aytib ber. Farosat bir chulvurdur. Uningga erishgan kishi tumanlagan orzusi bo'lsa-mu tilikiga yetalaydi. Qara, farosatning kishiga foydasi ko'p. Bilim bilgandan keyin kishi aziz bo'ladi. Har qanday ishni farosat bilan ishla. Erishgan vaqtlaringni bilim bilan mustahkamla. Yettinci, tilning fazilati va qusuri, foydasi va ziyni aytiladi. Til, bilim, aql, farosatga tilmoshdir. Bu ravon tilni kishini yo'ritquchi deb bil. Til kishining qadrini oshiradi. Uning bilan kishi baxtga erishadi. Til kishini xo'rlab qo'yadi. Uning bilan arning beshi ketadi. Til go'yo eshikda yotgan arslondir. Ey uy egisi, ehtiyot qil, beshingni yeydi. Til azobidan qiynalgan kishi nima deydi? Angla. Bu so'zga amal qilib, uni o'zingga hamroh qil. Ya Rabb, til menga qanchalik ko'p jafo chektirdi. Beshimni kesmasin uchun tilimni kesay. So'zingga ehtiyot qil. Beshing ketmisin. Tilingni ko'zatgin, tishing sunmisin. Bir olim til haqida puxta bilim bergan edi. Ey til egisi, beshingni qo'g'dig'in. Sen o'zingga esallik tilasang, tilingdan yaramsiz so'zlarni chiqarma. So'zni bilib so'zlasang, bilimga yetadi. Bilimsizning so'zi o'zining beshini yeydi. Ko'p so'zdan ortiq foyda ko'rmadim. Takror so'zlashdan nafmi topmadim. Ko'p so'zlama, zarur bo'lganda oz so'zla. Tuman so'zning tugunini birli so'z bilan yash. Kishi so'z bilan yuqori o'rlab podshoh bo'ladi. Ko'p so'z boshni yaga agdiradi. Ko'p so'zlasa quruq gap sotdi deyishidi. Agar so'zlamasa kekashgan deydi.
Shundoq ekan, ustalik bilan ish qil. Ustalik bilan qilingan ish kishini yuqori ko'taradi. Tilingni qattiq saqla, beshing saqlanadi. So'zingni qisqartqin, yeshing uzuraydi. Tilning ko'p foydasi bor, ziyni nurg'un. Til ba'zida maqtiladi, ba'zida ming turlik so'kish oladi. Demak shundoqkan, so'zni bilib so'zla. So'zing ko'zsiz qorg'uga ko'z bo'lsin. Bilimsiz aniqki qorg'udur. Yur ay bilimsiz, tegishlik bilim ol. Qara, tug'ilgan odam o'ladi. So'zi belgi bo'lib qoladi. So'zingni yaxshi so'zla, o'zing o'lmaysan. Ikki narsa bilan odam qiyirmaydi. Biri yaxshi harakat, biri yaxshi so'z. Odam tug'iladi, o'ladi. Baqqinki, uning so'zi qoladi. İnsan o'zi kessimi, nomi qoladi. Sen o'lmaydigan bir hayot tilasang, xulqi mijozing bilan so'zingni yaxshi qil, ey dona. Tilni xeli maqtadim, ba'zida so'kdim. Maqsadim tilni sana tushundirish edi. Hammali so'zni yig'sa aql ma'qul ko'maydi. Kishi hojatlik so'zni so'zlaydi, yoshirmaydi. Ey dona, so'zimni o'g'limga so'zladim. O'g'il mendan töven turdi. Manga qandoq tanglashsin? Ey o'g'il, so'zimni sana so'zladim. Ey o'g'il, sana o'zimning bu nasihatimni qildim. Mendan sana oltin kumush qolsimi, sen uni bu so'zlarga tang ko'ma. Kumushni ishlatsang tugaydi, yo'qoladi. So'zimni ish qilsang, kumush tepiladi. Kishidan kishiga qoladigan meros so'zdir. Vasiyat qilingan so'zni esingda tutsang, foydasi ko'pdir. Ey dona olim, bugun qopiqingni turma. O'zrimni ayminib aytaman. Sakkizinci. Kitap egisi o'zrini aytdi. Ey olim dona, tilikim kelgusi avlodlarga tegishlik so'zlarimni qoldirish edi. Lekin bir fikr qarshi chiqib dediki, diqqat qil. So'zing xato bo'lsa, sana ziyon zahmat yetadi. Xalqning tili yomon, u gapingni qiladi. Kishilarning qiliqi hasadxo'r, go'shingni yeydi. Sapsilib qarasam, yukim yengilladi. O'zimga dedimki, so'zla, hamma so'zingni to'k. Nima uchun desang, sana aytay. Ey jasur qahramon, so'zimni anglag'in. İnsan yengiladiganligi uchun uning nomi yangliq bo'lgan. Yengilish, ya'ni yangliq inson uchun berilgan. Kim yengilmaydi? Manga aytib berginchi. Sana aytayki, yengiladigan kishilar tamammingdir. Bilimliklar nayt az, bilimsizlar ko'p. Bilginki, idraksizlar ko'p, idrakliklar kam uchraydi. Bilimsizlar bilimlikka dushman bo'ldi. Bilimsizlar bilimlikka hasad qildi. Kishi bilan kishining zo'r farqi bor. Bu farq bilimdila ko'rinadi deyman. Ushbu so'zimni bilimliklar uchun so'zladim. Bilimsizning tilini o'zimmi bilmayman. Mening bilimsiz bilan qiladigan hech so'zim yo'q. Ey dana, men seningli xizmatkoring. Sana so'zimni so'zlashga ayminib, ushbu o'zrimni bayon qildim. So'zligicha ozidu ham yengiladi. İdrakliklar anglasa, o'nglaydi, tuzitidi. Söz tögü burnidek çülüklük narsaki, tögünü qayoqqa yetilasa, shu yoqqa ketadi.
So'zni bilib so'zliguchilar ko'p. Buni tushunguchilar men uchun bak azizdir. Hamma yaxshiliklar ilmning foydasidandir. Misali, bilim bilan ko'kkimi yo'l ochiladi. Hamma so'zingni bilim bilan so'zla. Hamma kishi bilimi bilan buyuk bo'ladi deb bil. Söz kök asmandan boz yerga tushdi. İnsan söz bilan o'zini qadr qimmatga ega qildi. Kishining ko'ngli go'yo tubsiz dengizga o'xshaydi. Bilim bo'lsa, uning tegida yotgan unchidir. Kishi dengizdan unchini chiqarmasa, u mayli unchi bo'lsin, mayli soyning teshi farqsiz bo'ladi. Bo'z yer qetidagi oltin bir toshdir. Agar qezib chiqarilsa, baglarning beshiga bezak bo'ladi. Bilimli kishi bilimni til bilan bayon qilmasa, uning bilimi yillab yozsimi, atrofni yo'rtanmaydi. İdraklik, bilimlik bo'lish nihoyat yaxshi narsadir. Agar uningga erishsang, ishlat, uchib ko'kka yet. İdrak va bilimning nima ekanligiga aqli yetgan al-yurt begi nima deydi? Angla. Jahon tutishqa idraklik kerak. Xalqni boshqarishga aql ham jasorat kerak. Jahon tutqichi jahonni idrak bilan tutdi. Xalqni boshqarguvchi ilm bilan boshqardi. Dunyoga odam zoti to'ralgandan tortib, idrakliklar yaxshi qonun turg'izib keldi. Bugungi qadar qaysi zamonda bo'lsin, bilimlikka yuksak o'rin tagdi. Kishilarning yomini aql topsa tuziladi. Xalq ichidagi qalaymaqonchilik bilim bilan besiladi. Bu ikkisi kor qilmasa, bilimni qo'yda, ondan qo'lingni qilishga uzatqin. Olim dono baglar xalqqa bosh bo'lib, bilimsizlarning ishini qilish bilan hal qildi. Jahonni qo'lda tutmoq uchun kishi nihoyat idraklik bo'lishi kerak. Xalqni boshqarish uchun kishi bilim bilishi kerak. Bu ikkisini birlashtirgan kishi kamolatga yetadi. Komil dunyo ne'matlarining hammasiga ega bo'ladi. Agar har ikki dunyoni tilamoqchi bo'lsang, qo'lingdan kelsa, uning chorasi yaxshilik qilishdir. Agar o'zing yaxshi bo'lishni tilasang, yur, yaxshilik qil. Boshqa so'zga hojat yo'q. Kishi mangulik yashamaydi. Nomi mangu yashaydi. Uning yaxshi nomi mangu saqlanib qoladi. O'zing mangu emas, balki noming mangudir. Noming mangu bo'lsa, o'zingmi mangulik bo'lasan. 9. Yaxshilik qilishning madhiysi va foydasi aytiladi. Agar xalqqa hukmronlik yurgizadigansan, barliq so'z harakating bilan yaxshilik qil. Yigitlik o'tib ketadi. Tiriklikmi tugaydi. Sen bu tush kabi dunyodan tezli o'tib ketasan. Hayotingni sarmoya qilki, uning foydasi yaxshilikdir. Bu tangli oxiratda yaxshi yegulik va kaygulik bo'ladi. Kishilarning yaxshisi nima deydi? Angla. Nafas elib yuradigan jonliqlar oxiri o'lgusi. Nazar sol, dunyoda ni arlar tug'ildi. Ular bir muddat hayot kechirib, oxiri o'ldi. Mayli bag, mayli malay yoki yaxshi yomon bo'lsin, o'zi o'lgan bo'lsa, iz nomi qoldi. Endi bu o'rin navbatida sana tegdi. Hammadan avval yaxshilik qil, yaxshi bo'l. Tirik odam oxir o'lgusi va yerni to'shak qilg'usidir. Qara, kishi yaxshilik bilan o'lsa,
nomi hayot qoladi. Ikki turlik nom tillarda yashaydi. Biri yaxshi nom, biri yomon nom dunyoda qoladi. Yomon so'kish oladi, yaxshi maqtashga erishidi. O'zingga qarab ko'gin, qaysisini xohlaysan? O'zing yaxshi bo'lsang, noming maqtaladi. Agar yomon bo'lsang, so'kilasan, ay pok kishi. Pas Zahhak nima uchun so'kishga loyiq bo'ldi? Baxtlik Fridon nima uchun maqtaldi? Biri yaxshi edi, uni maqtashdi. Biri yomon edi, uni so'kishdi. Sana yomonlik loyiqmi yoki yaxshilikmi? So'kishni xohlamsan yoki maqtashnimi? Qaysisini xohlasang birini tanla. Tanlig'ining yaxshi bo'lsa-mi, yomon bo'lsa-mi, keyin o'kinma. Tajribali kishi buningga bir tamsil so'z aytdi. Tajribali kishi el-yurt ishini biladi. Kishi yaxshi nom bilan olqishga erishadi. Yomon nom chiqarganlar o'lganda qarg'ish topadi. Yomonlik qilganlarni ko'p sinadim. Kunlar o'tgan sari kuchdan uzildi. Ey bilimli kishi, qanchaki ko'zatsam, yomonlarning ishi ilgari bosmadi. Yomonlik bir o'tdir. O't ko'ydiradi. Yo'lida o'tishga bo'ladigan kechik yo'qdir. Bizdan ilgari o'tganlarga qarab ko'rsak, mayli qari xalq, bag yoki dunyo so'rig'ichi bo'lsin, bularning qaysisi bilimga erishgan bo'lsa, ular zamon va dunyoni qo'lida tutaladi. Dunyo baglarining qaysisining bilimi bo'lsa, yaxshi qonun turg'izdi. Oddan kishilardan bo'ldi. Bugunmi kimiki yaxshi deb atalgan bo'lsa, eng avval shular yaxshilarga bosh bo'ldi. Qaysi bek dona bilimga yaqin bo'lsa, u bilimli kishilarni o'ziga yaqin tutdi. U qo'liga olgan har bir ishni diqqat bilan ishladi. Ilmini ishqa silib xalqni boshladi. Elini tuzatganlikdan xalq beyidi. Xalqning boyligini o'ziga qo'rg'on qildi. Sexiy deb otilib yaxshi nom chiqargan, sexiy odam o'lsa, uning nomini tirik deb bil. O'lishni bilib o'ziga hozirlik qilganlar tiriklar uchun nomini kitobga putib qo'ydi. Bugun kim uni o'qisa bilimga ega bo'ladi. Ularga agishib yaxshilik qiladi. Dunyoda bilimdan aziz yana nima bo'lsin? Bilimsiz deganlik er uchun sat haqoratdir. Dunyoda ko'p narsalarni sinab uzun yashagan bilimli kishining nima deganligini angla. Bilim sizga 4dan o'rin tegsa, qarag'inki 4 paga bo'lsa 4 hisoblanadi. Agar donoga pagodan o'rin tegsa, bu paga 4danmi yuqori bo'ladi. Bunchilik qadr-qimmatning hammasi bilim uchundir. Dunyoda uning o'rni mayli 4da yoki pagoda bo'lsin baribir. Qara, bu esil kishilar ikki turlik bo'ladi. Biri bag, biri dona. Bular insonlarning boshlamchisidir. Buningdan boshqalarning hammasini hayvon hisobla. Xohlasang bu tarafda tur, xohlasang u tarafda. Sen qaysi tarafda turasan, menga ochiq ayt. Ikkidan bir tarafida bo'l, uchinchisidan qoch. Biri qo'liga qilich elib xalqni idora qiladi, biri qalam elib yashash yo'lini ko'rsatadi. Ulardan yaxshi qonun meros bo'lib keldi. Bu meros kimning qo'liga tegsa, yuqori o'rladi. O'likdan tirikka meros qiladigan narsa so'zdir. Meros qolgan so'zni anglasa, uning ko'p foydasi bor. Aniqki, bilimsiz bir qarg'udir. Ey ko'zsiz qarg'u, bir o'lish bilim ol. Kishi ko'rki so'zdir. So'zning turi ko'p. Yur ey tilim, yaxshi so'zli kishini maqta. Buningga taqlidan turikcha bir misol keltirib, buni shuningga o'xshatib so'zladim. Aql ko'rki tildir, tilning ko'rki so'z. Kishining ko'rki yuzdir,
yüzning ko'rki ko'z. İnson so'zini til bilan so'zlaydi. So'zi yaxshi bo'lsa, yuzi yo'riq bo'ladi. Nazar silinsa bu turk baglari jahon baglarining yaxshilari edi. Turk baglari ichida nomi mashhur bo'lg'ini Saodatman To'ng'a olib ar edi. Yuqori bilimi bilan fazilati ko'p. Bilimlik, aql farosatlik xalqning xili edi. U ajoyib xil, yaramliq, jasur ar edi. Dunyoda zerak arlar jahon so'radi. Tojiklar uni Afrasiyob deb ataydi. Bu Afrasiyob ko'p ellarni talab boshqurdi. Noiti ko'p fazilat, aql, bilim kerakki, jahon so'rig'ichi ondin jahonga qo'l sunsin. Tojiklar buni kitobda yozdi. Kitobga yozmagan bo'lsa, uni kim biladi? Jasur, botur kishi noiti yaxshi aytgan. Jasur kishi chegish tugullarni yeshidu. Jahon so'rash uchun ming turlik fazilat kerak. Qulonni besish uchun arslon kerak. Jahon so'rig'uchiga ming tuman fazilat kerakki, uning bilan al yurtni so'raydi va tumonni suzildiradi. Jahon so'rig'uchi qilich urib dushman bo'ynini kessin. Qonun bilan eli va xalqini tuzusin. 10. Bilim va idrok farosatning fazilati, foydasi aytiladi. Tilikim so'z edi. Ey bilimlik dona! Farosat, bilim haqida o'zim so'zligayman. Farosat qorong'u tundagi mash'alga o'xshaydi. Bilim yo'riqlik bo'lib seni yo'rtadi. Kishi farosat bilan o'rlab, bilim bilan yuksaladi. Bu ikkisi bilan qadr qimmat topadi. Buningga ishonmasang, Noshirvonga qara. U jahonni farosat ko'zi bilan yo'ritdi. To'g'ri qonun yurgizdi, xalqi beyidi. Yaxshi davroni bilan nomini yaxshi qildi. Bilimlikning mundaq bir so'zi yodimga keldi. Bilimlik davziqi bo'lsa, davzaxtin yiroqlashidi. Kichik o'g'lonni-ku idrokqa yetib yeshiga to'lmig'icha qalam yurgizmaydi. Ko'ginki idroklik kishilar qerisi ozidu, idrok ketdi deb qalamni to'xtatadi. Agar talva kishini urib o'ltirsa, uningga o'lim yo'q. Zahmat yetkazilmaydi. Nimishqa desang, u idroksizdir. Idroksiz kishilarning hech nimada hassisi bo'lmaydi. Qadr qimmat idrok uchundir. Aql idroksiz kishi bir o'chim loydir. Sapsilib qarasang, bu so'z yaxshi aytilgan. Aql idroksiz, bilimsizlar o'zini yuksaltirmaydi. Nazar solsang, barcha kishi kiyim kiydi. İdraklik, bilimliklar kiyim bilan emas, asli bilan qadrlikdir. İdraklik kishi esil bo'laman desa bo'lalaydi. Bilimi bo'lgan baglik qilsimi qilalaydi. Kimda aql idrak bo'lsa, u esil inson bo'ladi. Kimda bilim bo'lsa, u baglikka erishalaydi. Bo'z yer ustida inson bolasi qo'l ko'tardi. Hammini bilim bilan barpo qildi. Kishi aql idrok bilan esil otiladi. Bagla al ishini bilim bilan yurgizadi. Tuman ming xil fazilatlar, ko'p madhilangan ishlar aql idrok bilan qilinganligi uchun maqtalgandir. Idrok ozligini oz dema. Uning foydasi ko'pdir.
Bilim ozliqini oz dema, u er uchun qimmatlikdir. Dana so'zlagan munu 4 narsaning ozliqini oz deb sanama. Bu so'zni zihning bilan angla. Bu 4ning biri o't, biri yovdur. Üçüncüsü tiriklikning kushandisi bo'lgan kasaldir. Bulardan oxirgi biri bilimdir. Bu 4 narsani sal chog'lama, qimmati yuksakdir. Bulardan har birining foydasimi, ziyni ko'p. Ba'zisi berimdek, ba'zisi ilmdek zarur. Bilim go'yo kimyodirki, butun narsani atrofiga yig'adi. U idrak o'rdisi. Hamma narsa uningga jamlanadi. İhbar va bilim bir-biriga o'xshash narsalardir. Uni o'zingda yoshirib saqlashga bo'lmaydi. Sen ihbarni yoshirsang, uning hidi bilinib qoladi. Bilimni yoshirsang, tiling oshkora qiladi. Bilim bir boyliqdirki, u zodi kambag'allashmaydi. O'g'ri hiylagarlarmi o'g'irlab olanmaydi. Bilim va idrak kishi uchun kishandir. Kishanlik kishi yaramas ishlarga yaqin boramaydi. Kishi yaxshi ko'radigan etini kishallab tutadi. Minishlik etini bo'lsa, ko'zitib saqlaydi. Kishanlik qochanmaydi. Xoligining yuradi. Tushaklik yiroqlashmaydi, xoligan yeringda turadi. Aql idrak sana yaxshi va ishonchlik adashdir. Bilim naiti mehribon qarindoshdir. Bilim sizga bilgini va qiliqi dushmandir. Boshqasi bo'lmagandimi, bu ikki jidal yetarlikdir. Buningga taqlidan turkcha tamsil esimga keldi. Buni sen o'qig'in, as yodingda tut. İdrakli kishi uchun idrakning o'zi chin do'stdir. Bilimsiz kishiga nomili yetarlik haqoratdir. Bilimlikka bilimi yetarlik kiyim-kechak, yemak-ichmakdir. Bilimsizga o'z qilmishi yovuz qo'ldashdir. Ey idraklik yaxshi odam, g'azabni o'zingdan yiroqlashtir. Bilimlik bag, qahrlanma. Namingni yaxshi qil. Bu ikkisi bilan ishqa oldirab yiqillashma. Agar yiqillashsang, umringni zoyi qilasan. G'azab bilan qilingan ish doim pushaymonlik bo'ladi. Kishi qahrlansa, ishda odishidir. Kishi egri besiq, salmoq mijozlik bo'lishi kerak. Bag vazmin bo'lsa, kunlari yo'riq bo'ladi. Muloyim ham xushbeil bo'lish kerak. Aql idraklik ham bilimlik bo'lish kerak. Kishini yaxshi tanlash uchun idraklik bo'lish kerak. Ishni yaxshi puttirish uchun bilimlik bo'lish kerak. Yaramsiz yaramliqni aniq ko'zitib, keraklik keraksizni haqiqiy surishtirib, o'zi ayirib, tanlab farqlantira olsa, hammali ishda ko'zini o'tkir qilsa, ondan ishlar mukammal ham pishiq bo'ladi. Chunki bilimlik kishilar oshni pishiq yeydi. Bu xil kishilar tilikiga yetadi. Ikkili dunyoda ishi o'ngishliq bo'ladi. Qahrlanish bilan g'azab odam uchun yovuz narsa. Bu ikkisi bilan vujud davomliq aziyat chekadi. Bilimlik dono nima deganligini angla. Bu so'zga amal qil, ey mangzi qizil kishi. İnson qahrlik bo'lsa, aqldan ozadi. Agar g'azab kelsa, farosatdan mahrum qiladi. Qahrlanish kishi uchun yovuzdir. U bilimni yo'qotadi. Oliyjanob kishilarmi qahrlansa qo'pollik qiladi. Bilimlik kishi nima deydi? Angla. Bilimlikning so'zi haqiqatan so'yimlik jonga o'xshashdir. Qara, bu bir qancha narsa kishi uchun yovuzdir. İnson uningga o'ginib qolsa, vujudi bulg'unadi.
Bulardan biri yalğan sözleş. Uningdan keyingisi so'zida turmaslik. Üçüncü biri ichimlikka berilish. Bundaq odam shubhisizki tamamen behuda yashaydi. Odam uchun yana biri jahil qiliqdir. Jahil mijozlik odamga xushalliq bo'lmaydi. Yaramaz odatning yana biri pastkash qiliqdir. Bundaq odam kishilarning uyiga so'riqchilik saladi. Yana biri tili yomon, qahri g'azablik bo'lish. Bundaqlar eg'iz ichib so'ksa kishini azoblaydi. Bu bir qancha narsa bir odamda yig'ilsa, undaqlardan muqaddas baxt tezib yiroqlashadi. Palak anga baxmaydi. Beshi gangirab qoladi. Shuning bilan billa xuy paylimi ayniydi. Yur, ay yaxshi kishi, yaxshilik qil. Yaxshi kishining ishi doim o'ngishliq bo'ladi. Hamda sinoqlar orqali yuksilib, al ishini boshqargan xushbe'il kishining nima deganligini angla. Yaxshilik necha yillar yashasimi qerimaydi. Yomonlikni qancha parvish qilsimi tuzalmaydi. Yomonning yeshi qisqa, u pushaymon bilan qayriydi. Yaxshilikning umri uzun, u pushaymonsiz yuridi. Yaxshi har kuni yangi tilikini topadi. Yomonning g'ami kunda minglab oshidi. İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi. 11. Kitobning nomi, ma'nosi va o'zining qiyirligi so'zlanadi. Kitobning nomini qutadg'u bilik qo'ydim. O'qiganlarni baxtli qilsin va yo'l ko'rsatsin. Men so'zimni so'zladim va bu kitobni yozdim. Bu ikki dunyoni tutishga sunilgan qo'l bo'lsin. Kishi har ikki dunyoni baxtli holda qo'lida tuta olsa, baxtli bo'ladi. Bu so'zim haq, rostdir. Kun tug'di aligni so'z beshi dedim. Ey yaxshi kishi, uning ta'rifini qilay. Uningdan keyin oy to'ldini so'zladim. Uningdan muqaddas baxt kuni yo'riydi. Bu kun tug'di deganim qonun, adolatdir. Oy to'ldi deganim baxt, saodatdir. Uningdan keyin o'gdilmishni so'zladim. U aql idrokning nomi bo'lib, kishilarni yuksaldirdi. Buningdan keyingisi udg'urmishdir. Uni o'zim oqibat deb ta'rifladim. So'zimni shu 4 narsa ustida so'zladim. O'qisang hammasi yechiladi. Ko'zingni o'tkir qil. Xushal-xuram hayot kechirgan ey yaxshi yigit, so'zimni zoyi qilmay ko'ngil qo'yib angla. Tirishqin, adolat yo'lidan adashma. Yigitlikingni zoyi qilma, uning foydasini ol. Yigitlikingni qadrla, u tezli o'tib ketadi. Qanchalik mahkam tutsangmi, tiriklik sendan qochadi. Seningda yigitlik kuch-quvvati bor ekan, uni zoyi qilma, davomli toat ibodat qil. Yigitlikimga qayg'uraman, o'kinaman. Ammo o'kinishimning foydasi yo'q. So'zimni to'xtataman. Kimning umrida yeshi 40 yetsa, yigitlik u er bilan xo'shlashadi. Menga 50 yeshim qo'lini takkizdi. Quzg'un tusidek qora beshimni oqqudek qildi. 60 yosh
әмді мені кәл деп чақырабатыды. Әжел пістірмісіғі yoluqmasam, әмді ұяққа mı барамен? Kimning yeşi 60 hesabını tügesse, onundan hayat lezzeti ketidi. Yazı qish boludu. 30 yaşda yiqqanlarni 50 yaş yandırıp aldı. 60 yaş qo'l uzatsa, nimalarni qilmaydi? Ey 50 yaş. Men sana nima qilgan edim? Nemishqa mendan o'ch elishqa turding? Yigitlikimdagi barcha ishim lazzatlik edi. Endi mening yeydigan ishimni o'g'i qildi. Qaddim o'qdek tuz, qalbim yodek agri edi. Qalbimni o'qdek qilg'icha qaddim yodek bo'ldi. Yigitlik manga nima yig'ib bergan bo'lsa, qiyirliq kelib ep ketdi. U sanga keladi. Ey qutuldirg'uchi, kal, meni qutuldir. Mushaqqat bilan yil oylarning tutquni bo'lib qoldim. Oyig'im kishansizla putlashdi, mang'anmas bo'ldi. Ko'radigan ko'z qarchiqim qorong'ulashdi, yo'rimas bo'ldi. Hayot lazzati ketdi, qalbimning o'ti o'chdi. Yigitlik nomi meningdan yiroqlashdi. O'yg'on, ey oqsoqol, o'limga hozirlan. O'tib ketgan kunlaring uchun un selib yig'la. Vaqt kulla behuda o'tib ketdi. Qolgan kunlaringda o'zingni so'rag'in. Ey muhtojsiz, mangu va doim tirik egam. Bu sonsiz tiriklarni o'lim uchun yaratgansan. Senden bu söz bilan duo tilayman. Meni bir muncha vaqt tirik qil, yeshimni uzart. Seningdan kuch-quvvat tilab bu so'zni boshladim. Buni tugatkicha sallik kuch bergin ey egam. Ey tilim. Yaramsızlarni mendan yiroqlashtirg'uchi yaratquchi egamni tinmay madhila. Chunki u tanladi, yaratdi, ko'nglimni yo'ritdi. Ko'nglimni to'g'ri yo'l va xotirjamlik ichida tutdi. Qorong'uda edim, tunimni yo'ritdi. Zulmatda edim, kunimni tug'dirdi. Odishib yurgan edim, yo'limni ko'ztib berdi. U saqlamagan bo'lsa, o't ko'yatdim. U meni tanladi, ayridi, yuksaldirdi. Ham ozg'ulloh yo'lidan chiqadi. Ko'nglimni yorug'lik bilan zinnatladi. Tilimni shahodat bilan bezidi. Qalb, ko'z, idrok, aql va bilim berdi. Tilimni echib, so'zimni ravon qildi. Meni yetakliguvchi so'yimlik payg'ambarning yo'lidir. Shu payg'ambarlar menga yo'l ko'rsatguchi bo'lsin. Bularning hammasi egamning fazilatidan edi. U mendek toatsiz qulini qadrlik qildi. Yana oylar va yillar hayot yashasammo, buning shukrisini qandoq ado qilaman? Ilohim, bu ojizligimni bilasan. Shunga mushkulim va muhtojligimni sanga ochaman. Bularning hammasiga loyiq shukr qilolmayman. Menga o'zing rahim qil. Hikmatingga aql yetmaydi. Meni tuz va to'g'ri yo'ldan chiqarma. Mendan bu iymon to'nini yashmaygin. Mening bu jinim tenimdan chiqar vaqtida oxirgi nafsimni shahodat bilan uz. Qora yer qetida o'zim yolg'iz qolganimda menga
u yerdimu ko'p rahmat qilgin. Men toatsiz bir qulingman. Gunohim nurg'un, ey qadrdon, o'z fazling bilan meni kechirgin. Barliq mu'minlarning hammasiga yor yo'lak bo'l. Atki boqiy olamning didorini bugildi ko'rsat. 12. Söz 5. Kun tug'di alik haqida. Bilginki, idrak tasavvur qildirib, bilim bildirdi. Bevafo dunyoning qiliqini sana uqtirdi. Bu qeri turoqsiz bevafo dunyoning mijozi qizga o'xshaydi. Sapsasang yeshi cho'ngdir. Ba'zi qiliqi qizninkidek xulqi chiroyliq. Osh qiladi-yu, tutay desang tutuq bermaydi. So'yganni so'ymaydi, kiyikdek qochadi. Qochqonga yepishidi, oyog'ini quchoqlaydi. Ba'zida qarasang izingdan yuguraydi. Ba'zida ko'migandek beshini yaga soladi. Ba'zida baqsang yana tezli yuzini o'riydi. Qancha tutay desangmi nozlanib tutuq bermaydi. U ko'plagan baglarni qeritdi-yu, o'zi qerimidi. Talay bagni beshidan kechirdi, so'zi tugumidi. Dunyoda bir dono bilimdon bag bor edi. U uzun yil baglik qilib o'tdi. Bu nomi mashhur kun tug'di edi. Jahonga donq chiqqan baxtiyor edi. Tabiati durust, mijozi muloyim. So'zlari chin, haq, ko'zi ko'ngli boy edi. Bilimlik, idroklik, sazgur bag edi. Yomonlarga o't, dushmanga ofat edi. U botur va mag'rur, to'g'ri tabiatlik edi. Bu xususiyatlari uni kun siri yuqori o'rlatdi. O shundoq bag ediki, bilimlari bilan yashadi, to'g'ri ish harakat qildi. G'ayrat, ishtiyoq bilan siyosat yurgizdi. Ishtiyoq oliy janoblikqa yarashadigan ish. Buningga taqlidan bir shoirning so'zi esimga keldi. Buni o'qisa, o'qiganlarning ko'zi ochiladi. Yavuz yaramaslarni o'zidan yiroqlashtirish uchun kishi ham himmatlik, ham muruvvatlik bo'lishi kerak. Kishilik uchun himmat, muruvvat kerak. Kishining qadri himmat va muruvvat darajasi bilan o'lchanadi. Bu kun tug'di alik ashu mijoz xulqi bilan kun va oydek parlab dunyoga yo'ridi. Kim aql idroklik bo'lsa, uni chaqirtdi. Kim bilimlik bo'lsa, uni yuksaldirdi. Uning atrofiga dunyodagi xil aql idroklik, bilimlik kishilar zish to'plandi. U al-yurt ishini o'zini tuzab yo'lga soldi. Lekin yana xil kishilarning bo'lishini tilaydi. O'ziga yordam qilsa, ish boshlasa, o'zi bir pas aram olsa, ishlarni u ishlasa deydi. Kun tug'di, bir kuni o'zi yolg'iz o'ltirib qayg'urib aytdi. Baglik degan so'z va baglik ishi büyük ish. Qarasang, bosh og'rig'i ko'p ishmi nurg'un. Ko'p ishlarni o'ngshaydigan idroklik odam oz depiladi. Al-yurtning barliq ishlarini o'zim qilolmayman. Menga ishning yo'lini biladigan bir odam kerak.
Manga əmdi kishilarga bosh bo'la oladigan aql idroklik, bilimlik, tanlangan bir odam kerak deydi. U sodiq, ishonchlik, ish harakati to'g'ri, tili va ko'ngli tuz, ishlarni tushunadigan bo'lsa edi. Mening ishlarimni qilish basa, barliq sirlarimni yaxshi tushunib ketalisi edi. Beshidan nurg'un ish kechirib, yeshi ulg'aygan, tajribalik bir kishining nima deganligini angla. Er uchun yordamchi va yo'lanchik bo'laligidek aql idroklik, donishmand el boshqurg'uchilar kerak. Barliq ishlarni biladigan bir yordamchi kerakki, ishni bilib ishlasa, kishi tilikiga yetadi. Yordamchilar ko'p bo'lsa, bag jafo chekmaydi. Uning ishi obdan yurishidi, qonun buzilmaydi. Bilginki, har qanday ishda yordamchi kerak. Bo'libmi baglik ishiga texmi ko'p bo'lishi kerak. Alik yordamchi tilab, uningga erishamedi. Hamma ishga o'zi qo'l tekkizdi. U kunda nayt ko'p mushaqqat chekatdi. Hozir aram tilasa, o'rniga jafo tegdi. Sapsasang sinab so'zlaydigan, baxtga erishgan kishi bu so'zni obdan aytgan. Rohat tilasang qo'shilib jafomi keladi. Shodlik tilasang birlikda qayg'umi tegidi. Kishi qancha yuksalsa, bosh og'riqimi ko'payadi. Beshing qancha cho'ngaysa, shuncha cho'ng bo'k kiysan. Ali bütün mamlakatga ko'z quloq tutdi. Uningga hamma taqoqliq eshiklarni ochildi. Yaramsizlarning qo'lini bog'lab jimiq turdi. Yamonlarni surib eldan yiroqlashtirdi. U shundoq ho'sharlik bilan elini boshqurdiki, omati kundan kunga eshib yuqori o'rladi. Kishi uchun har qanday yerda ho'sharlik kerak. Bo'libmi baglik ishiga ehtiyot zarur. El ishlari va o'zingning uzun umr ko'rishing uchun ehtiyot va ho'sharlik ko'p foydalidir. Buningga taqlidan bir shoir so'zi yodimga keldi. Shoirning aytqini bu so'zimga ul asos bo'ldi. Ho'sharlik ehtiyotni erlar maqtaydi. Chunki bexudlik bilan tumanlagan erlar jinidan ayrildi. Har qanday ishda bexudlik qilmay ehtiyot qil. Mushundaq ehtiyotchanlik bilan ikki dunyoni orzu qil. Bilginki, o'ziga ishongan kishi bexudlik qiladi. Dushman kelsa, eng avval bexudla o'ladi. Ehtiyotchan bo'lib dushmanni yengan va jahonga hokim bo'lgan erning nima deganligini angla. Ey jahon boshqurg'uchi, el so'ramoq bo'lsang, ehtiyotchan bo'l. Ehtiyotchanlik shariatning talabidir. Bexud kishi ko'z yumib g'aflatda uxlaydi. Ey qudratlik, bexud bo'lma, ho'shyor bo'lgin. Alining ho'shyorligi elga foyda yetkazdi. Bu foyda bilan el halovatga yetishdi. Elini tuzab o'ngishidi, xalq beyidi. U zamonda bo'ri bilan qo'y billi suv ichdi. Yaxshi ko'radiganlar xushallik bilan uni maqtadi. Dushmanlari buni anglab bo'ynini egdi. Ba'zilar uningga seg'inib keldi va pano tiladi. Ba'zilari kelib Aligning ishikini so'ydi. Endi ko'ngli o'yg'oq kishining nima deganligini angla. Uning so'zi tuman xil chechakdek rang-rangdir. Ey qizil yuzlik inson, ish harakati odil bo'lsa, baglik ulug' ham nihoyat yaxshi narsadir. Baglik nihoyat yaxshi. Ammo texmi yaxshiroqi qonundir. Uni to'g'ri yurgizish lozim. Bag yaxshi bo'lib, adolat bilan ish ko'rsa, xalq uchun naqadar qutlug' zamon bo'ladi, ha? Yaxshi nom er uchun qanchalik muqaddas baxt, ha? Bundaq yaxshi nom va baxt mangu qoladi. Xalq ishini kishilik bilan boshqursa,
Bundaq yaxshi kishi naqadar yaxshi bag bo'lgan bo'ladi. Aligning bu yaxshiliklari barliq allarga yetdi. Uning shuhrati donqi jahonga yayildi. Elde uningga duo qilg'uchilar ko'paydi, yaxshi nom qozondi. Uning nomi va saodati kundan kunga ulg'aydi. Dunyo xalqi uni anglab va arzu qilib, to'plashib, yig'ilib uning qishig'iga keldi. Qara, dunyoga butunlay baxt kameri bog'landi. Qo'zi bilan bo'ri birga qetilib yuradigan bo'ldi. 13. Aytoldining kun to'g'di Ali xizmatiga kelganligi aytiladi. Aytoldi otliq bir zaki odam bor edi. Ali donqini anglab tayyorlik ko'rdi. U yosh, yumshoq fe'l bir yigit edi. Aql idroklik, bilimlik ham cho'nqur fikrlik edi. Uning yuzi shunchalik chiroyli ediki, qarasa ko'zni chaqatdi. So'zlari yumshoq edi, tilidan haqiqat tamatdi. U barliq fazilatlarni to'liq o'rganib, bu fazilatlarni egilab yuratdi. U o'ziga qarab shundoq dedi: "Menmi bugun tumanlagan fazilatim bilan elning oldida turaman. Yana nimishqa bu yerda bekorga yuraman. Aligining yeniga boray va uningga xizmat qilay. Bu fazilatlarim Aliga foyda yetkazsin. U menga g'amxo'rlik qilsin, mushaqqatlarim tugusin. U idroklik, bilimlik, muloyim bey ekan va fazilat egilarini xohlaydi ekan. Aql idrok qadrini aqlliqlar biladi. Olimlar bilim sassa, uni bilimliklar oladi." Bir shoir buningga o'qishib va taqlid qilib, til va lafzi bilan bu so'zni aytdi. Bilimning qimmatini bilimlik biladi. Aql idrokning qadri bilimdan keladi. Tal va nodon bilimning qadrini nadin bilsin? Qayerda bilim tepilsa, bilimlik berib oladi. Oy to'ldi, ot, kiyim, qoral tayyorladi va xizmat qilishga yo'l olay dedi. U o'ziga lozimlik narsalarni tayyorlab bo'ldi. Bu dona olim Ali tarafga yo'l oldi. Yana u o'ziga aytdiki, "Men bu yerdan qo'zg'ilib Ali xizmatiga yuzlanib ketayotaman. Yot yerda mol lozim bo'ladi. Qo'l qisqilik qilsa, yuzim sarg'iydi. G'eriblik degan noita qattiq narsa. Nini arlarning g'eriblikdan beshi qaygan. O'zim ishlatay desam, shubhisizki nurg'un oltin kumush kerak bo'ladi. Endi bilimi dengizdek kishining nima deganligini angla. Nazar solsang, u mamnun kishi so'zini o'xshitib aytgan. Kimiki xon xizmatiga kiray desa, kesib aytayki, uningga ikki narsa kerak. Biri og'riq silohsiz sog'lom hayot. U nuqsonsiz xizmat ko'rsatib, yuzini yo'riq qilsin. Yana biri, ey zerak, sop oltin kerak. Uni ishlatib, o'ziga tegishlik ishlarni bajarsin. Shuningdan keyinla sening xizmating yaraydi. Buni bilsang, sana ishq taqalmaydi. Oy to'ldi, hojitim tushganda kerak bo'la deb, sop oltin kumush va mol dunyo elib oldi. U uydan qo'zg'ilib chiqdi. U yoqqa qarab mangdi. Bir muddat yurdi, ham bir muddat to'xtab dam oldi. Oxiri Ali turadigan o'rniga yetdi. Jon dili intilgan orzu tilikiga erishdi. Shaharga kirib qo'nalg'u izladi. Qo'nalg'u topolmay, dunyo uningga tor ko'rindi. G'amga potdi. Oxiri bir g'erib xoniga berib tushdi. Kechsi
shu yerda yetib, chidam bilan tunni o'tkazdi. İdrakliq kishining nima deganligini angla. Buni bilimdan elib va bilib turib sana so'zladi. Tonish bilishi bo'lmagan kishi yot kishilar ichiga kirib qolsa intayin qiyin bo'ladi. Yangi kelgan kishining tonishi bo'lmasa, davomliq muhtojlik ichida tursa, bak ig'ir bo'ladi. Tonish bilishi yo'q kishilar qorig'iga o'xshaydi. Qorig'i yo'ldan adashsa, uni so'kmaslik kerak. Agar kishi kep baxmagan elga kelsa, er kishimi kelindek tatinchoq bo'lib tili tutiladi. Yot yerdan kelganlarga yor yo'lak bo'l, yemak ishmak ba. Musofirlarni qadrla ey dono olim. Yotlarni qadrlasa, er yuzi yo'riq bo'ladi. Musofirlarga yaxshi qarasa, shuhrati tarqaladi. Kishiga har qanday yerda tonish bilish kerak. Har qanday ishlar tonishlar orqali qilinadi. Oy to'ldi, bir qancha vaqt shu tariqada yurdi. G'ariblik azobi uning chiroyini sarg'aytdi. Keyin u kishilar bilan tonishdi, makon tutdi va kulib yuzi nurlandi. Yana u el og'ini tutib ular bilan yaqinlashdi. Cho'ng'imi, kichigimi ochiq chiroy ochdi. Oy to'ldi, o'ziga bir hamroh topdi. Atoqliq bir kishi bilan do'stlashib maslahatlashdi. Oy to'ldi, yaxshi bir odamni do'st tutdi. Uning ismi Ko'samish bo'lib, yaxshi ishlar qiladi. Oy to'ldi, uningga ko'nglidagi so'zlarni ochdi. Orzusi nimaligi va o'zining kim ekanligini aytdi. O'z yeridan nemishqa bu yoqqa kelganligini va o'zining bilganlarini so'zlab berdi. Aliki yaqin bir xos hojib bor edi. U nayt mard kishi bo'lib, Ali bilan sirdosh edi. Ko'samish bir kuni uning yeniga bordi. So'zga yo'l tepib, hamma gapni uningga aytdi. Hojib so'zni tahtiga yetkazib, Oy to'ldining maqsadi nima ekanligini to'liq so'radi. Ko'samish hamma gapni Oy to'ldining kim ekanligini va orzusining nima ekanligini so'zlab berdi. Hojibning Ko'samishga bergan javobi. Hojib aytdi: "Avval mening qishimga kelsin. Men uni ko'ray, u meni ko'rsin. Keyin bu so'zni Alikka yetkazay. Uning qachon kelib, qaysi kuni ko'rishishini so'ray." Ko'samishning Oy to'ldiga aytgan so'zi. Ko'samish turib u yerdan chiqdi va yana Oy to'ldi qishig'i kelib dedi: "Ey Oy to'ldi, kuning tug'di. Endi berib hojib bilan tanishqin. Nima orzu tiliking bo'lsa, uningdan so'ra. U seni ko'rsin, bilsin, so'zlaringni anglasin. Nima tiliking bo'lsa, o'z tiling bilan so'zla. Uningga sening barliq so'zlaringni aytdim. Mendan ko'ra yaxshiroqi o'zing ochiq aytqin. Rost so'zlik, to'g'ri fikrlik odam nayt yaxshi aytgan. To'liq sapsasang, bu so'z intayin to'g'ri. Kishi boshqa birining so'zini so'zlabli qo'ydi xolos. O'z ishingga boshqalardan ko'ra o'zing jon ko'ydirsan. O'zingga qancha yaqin yaxshi kishi bo'lmasin, o'ylangin. U o'zingdanmi sodiq bo'la olamdi? O'zingga sodiq kishi izlasang, o'zingdan sodiqroq kishi yo'q. So'z tamom. Oy to'ldi, o'rnidan turib, to'nini kiydi. Chiqib, Ko'samish bilan u yoqqa bordi. Ishga yetib, otdan tushdi. Piyoda ichkari kirdi. Hojibning xizmatchisi kelib qarshi oldi. Ko'samish kirib hojib bilan uchrashdi. Yenib chiqib, Oy to'ldini chaqirib, hojib qishig'i ep kirdi. Hojib yaxshi qarshilib to'rdan o'rin berdi. Yaxshi va illiq so'zlarni qildi. Hojibning Oy to'ldig'i suoli. Hojib so'radi: "Kayping qandoq? Kelib nega tushding? Turgan o'rning qandoqroq? Tonish bilishing, yor do'st birodaring bormi? Qaraydigan kishing, yemak ishmaking-chu?" Yana u so'radi: "Tiliking nima? Nima ish qilmoqchisan? Nimalar kerak?" Oy to'ldining hojibga javobi:
Aytoldi aytdi. Ey davlatlik hojib, men bu kun tug'di Alining nomini angladim. Yiroqdan uning donqini angladim. Bilimidan, aql idrikidan, obdan so'zlaridan xabar topdim. Uning xizmatini qilishni orzu qildim. Uning ishiga xizmat qilg'ili keldim. Tilikim Alikka xizmat qilmoq. Hojib munosib ko'rsa, bu so'zimni iltimos qilib boqsa. Hojib Oytoldini ko'rib yoqtirib qoldi. Uningga ko'plab madhiya aytdi. Uning husni chiroyi, mijaz xulqi, taqturqi, uz so'zlarining hammasini yoqtirib qoldi. Uni chin dilidan so'yib ma'qul topdi. Bu kishi Ali xizmatiga yaraydi ekan, dedi. So'ygiga sazovar bo'lgan kishining nima deganligini angla. Kishi so'ygiga sazovar bo'lsa, nuqsoni fazilat hisoblanadi. Kimni so'ysang, uning aybi fazilat tuyuladi. Kimni so'ymasang, uning fazilati qusur bo'lib ko'rinadi. Buningga shohid tariqasida tövandagi so'z esimga keldi. Ey aziz odam, buni sen o'qig'in. Diling kimni so'ysa, uning nuqsoni fazilatga aylanadi. Barliq ta'tur ishlari o'ng, kam yeri to'liq ko'rinadi. Diling kimni so'ysa, uning hamma narsasi so'yimlik bo'ladi. U ko'rar ko'zingga ursimi ko'rinmaydi. Hojibning oy to'ldig'i javobi. Hojib oy to'ldig'i javob berdi va dedi: "Oldirama, meni kutib tur. Men avval Alikka so'zingni yetkazay. Tilikingning nimaligini, o'zingning kimligingni aytay. Seni bilsin, ondan yuz ko'rishsin. Seni kamsitmasin, qadringni qilsin. Kerak narsang bo'lsa, men qarshib turaman. Hamma ishlaringni xushallik bilan atqirib beraman." Hojib nayti yaxshi so'zlarni qildi. Ishingni bejerib beraman deb qattiq bel bog'ladi. Yaxshi odam degan moshundoq bo'ladi. Yaxshi kishi xalqning yukini ko'taradi. Xalqni boshlagan va barliq ishlarning tegi tahtiga yetib ishlaydigan erning nima deganligini angla. Kimning davlati yuqori ko'tariladi ekan, u xalqqa yaxshi qonunlarni yurgizishi kerak. Kimiki xalqqa hokimiyat yurgizsa, qiliqi ko'rkam, mijazi tamkin bo'lishi lozim. Kimning xalq ichida gapi oqid ekan, uning tili so'zi shirin, o'zi muloyim bo'lishi lozim. Davlat degan o'zgarishchan narsa. Tuzaydi ham buzudi. U shunchalik turaqsizki, u tez keladi va tezlik ketadi. Baxt omadga ishonma, mumkin qadar yaxshilik qil. Bilginki, baxt bugun bu yerda bo'lsa, atsila u yerda bo'ladi. Ey baxt tiliguvchi, baxt uchun mag'rurlanib ketma. Kelgan baxt oxir ketib qoladi. Ey davlatman, davomliq mush davlating bilan turay desang, yaxshilik qilib turgin. Sana ulug'liq nisb bo'lib baglikka erishsang, beshing oqargacha o'zingni kichik tut. Hojib yana mundaq dedi: "Endi sen qayt. Xushal yashag'in, chunki baxt kamarini bog'lading. Sen xizmat qilish fursati uchun ancha oldirma. Vaqt kelganda yepiq eshik o'zi ochiladi." Bilimli kishining bu so'zi yaxshi aytilgan. Bilimlikning so'ziga baqsang, u go'yo tovar durdunga o'xshaydi. Qandaqliki ishga oldirsang, uzunga so'ziladi, kechikadi. Oldirib qilingan ishlar o'kinishlik bo'ladi. Ishning vaqtini kutish, oldirmaslik lozim. Ey dana, hamma ish o'z vaqtida bo'ladi. Oytoldining hojibga javobi. Oytoldi hojibning barliq so'zlarini angladi va mundaq dedi: "Taqat qilib o'zimni tutib olay." Hojib men bilan ko'rishdi va so'zimni angladi. Nima qilish kerakligini va vaqtni o'zi belgilasin. Hojib qaysi vaqtda meni xolisa shu zaman shu kuni kelay dedi. Oytoldi turib u yerdan chiqdi. Kelib uyga kirdi va to'nini yashdi. Hojib ko'rdiki, Oytoldining mijoz xulqi boshqa kishilarninkidan o'zgacha alohida ekan. U men bundoq aqlliq, bilimlik, xalqni boshlaydigan kishini ko'rmagan edim dedi.
Bundaq kishilar nihoyat qis bo'ladi. Qis narsalar qimmatligi uchun qizning ismi qiz bo'lgan. Nimaiki qis bo'lsa, u qimmatlik bo'ladi. Qimmatlik narsaga ko'p mushaqqat chekmagicha erishkili bo'lmaydi. Bundaq kishilar alayki lozim. Alayki lozim narsa algimi lozim. Fazilat egisi hammaga foyda yetkazadi. Kishi fazilati bilan orzu tilikiga yetadi. Pursti keldi. Hojib Aliga so'z ichib, Oytoldining mijoz xulqi va taxtini bildirdi. Uning mijoz xulqi odatini so'zlab berdi. Farostiga munosib bilimlarini sanab berdi. Alining hojibga javobi. Ali angladi va dedi: "Keltir qani, u qayerda turdi? Uni bir ko'ray. Men izimni besib, mamlakat ishlarini qiladigan mo'shundoq bir kishini izlagan edim. Barliq tilakimga erishdim. Yana bir orzuyim shuki, mo'shundoq bir kishiga muhtojman. Ey jasur qahramon, yur, berib uni chaqir. Huzurimda uni menga ko'rsat." Hojib o'rnidan turdi. Ishga chiqib, bir o'g'ilni yugurtib xabar yetkazdi. Bu bola yugurdi-da so'zni yetkazdi. Oytoldi o'rnidan turib, so'yingan holda tonini kaydi. U etini mindi, darvozaga yetib keldi. Hojib oldiga chiqib, ichkiriga boshladi. Hojib uni qadrlab to'rdan o'rin berdi. Qara, Oytoldimi adab bilan o'ltirdi. Hojib Alining huzuriga kirdi. O'ri turib Alidan iltimos qildi. Alining hojibga javobi. Ali aytdi: "Chaqir, qishimga kirsin. Men uni ko'ray, u meni ko'rsin." Hojib chiqdi va "Ey Oytoldi, tur. Ali huzuriga bor. Baxt kameri sana bog'landi" dedi. Oytoldi Aliga o'zining davlat, ya'ni baxt, saodat ekanligini aytdi. Ali bir kuni o'zi yolg'iz o'ltirib, Oytoldini chaqirdi. Oytoldi ichidan so'yindi. Oytoldi kirib uduludi o'ri turdi. Ali beri kelib o'ltir deb ishorat qildi. Oytoldi yenidan bir to'pni chiqarib va uni ostiga qo'yib o'ltirdi. Ali xilma-xil bilimlar haqida so'radi. Oytoldi so'z echib javob berdi. Ali so'yindi
va yuziga kulki yugurdi. Oy to'ldi, uni ko'rib ko'zini yumdi. Ali so'zdan to'xtab, un-tin chiqamadi. Oy to'ldimi, ko'zini yumgunicha faqat ochmadi. Ali yana so'zga kirishib savol so'radi. Oy to'ldi, javob berdi-da chiroyini turdi. Ali oy to'ldiga har jihatdan sap soldi. Uning bilimi, aql idroki borlig'ini to'liq sezdi. Ali so'yinib baxdi va ko'ngli xursand bo'ldi. Ammo oy to'ldi, tezla yuzini o'rib oldi. Alining oy to'ldiga aytqanlari. Ali g'azablandi, chiroyi tutildi va dedi: "Hey, oldirong'uliq odam uchun yomon ish. Bu navbat men o'zim xato qildim. Nima deb birovga so'z ochqandiman? Bilimli kishining nima deganligini angla. Oldirab qilingan ishlar yillab o'kinish bo'ladi. Oldirab qilingan ishlar doim xom bo'ladi. Oldirab xom pishirilgan oshni yeysa kasal bo'ladi. Oldirong'uliq barliq xatoliklarning beshi. Egri besiqliq yaxshilarning ishi. Oldirong'uliqim shuki, seni tushunmay, xizmatda sinab ko'may turib o'zimga yaqin tutdim. Bagla har qanday bir xizmatchi qulini xizmatga selib ko'rib, ondan yo'lida g'amxo'rlik qilsa bo'ladi. Xizmatda pishirish, sinash va bayqash kerak. Qadr-qimmatni bilsa, ondan yuqori ko'tarish lozim. Oytoldining Aliga savoli. Oytoldi aytdi: "Ey davlatlik Ali, nimaga g'azablanib o't bo'lib yonding? Gunohim nima ekanligini o'zimmi bilmayman. Uni aytib bersang va so'zimni boshqadan anglasang bo'ladi. Agar xatoliqim bo'lsa, meni jazolig'in, ixtiyor senda. Agar xatoliqim bo'lmasa, menga chiroyingni turma." Aql parasat bu to'g'rida qiyosiy ma'ni bilan o'xshitib nima deganligini angla. Xizmatkor xatolashsa, uni chaqirtish kerak va nemishqa xato qilganligini so'rash lozim. Agar xatoligi bo'lsa, uni jazolash lozim. Yo'q bo'lsa, ko'p yaxshilik bilan xushal qilish kerak. Alining oy to'ldig'i javobi. Ali yanala g'azablanib so'z boshladi. Dediki: "Ey bilimsiz ahmaq odam, o'zingga qarag'in. Mening oldimda kim eding? Sana bundaq kibr qayerdan keldi? Xizmat ko'rsatdimikin desam, ko'rsatgan xizmating yo'q. Nabadimikin desam, foydangning tayini yo'q. Xizmat ko'rsatmasangmi, qadrlab marhamat ko'rsatdim. O'rin bergan edim, biroq meni kamsitding. O'ltirish uchun ostinga to'p qo'yding. Obdan tushan. To'p o'ltiradigan narsami? Men sana so'zladim, so'zlaringni angladim. Ko'zingni yumgan eding, hayron qoldim. Bunimi kechirdim, yana sana so'zladim. Nimishqa yuz o'rganligingni menga aytib bergin. Donolardan bundaq bir so'zni anglaganmiding? Balki yaqin bo'lsa, o'zini qattiq ko'zatgulik. Atang yoki onang: "Ey o'g'lim, begingi o'zingni tanqinma" deb aytmaganmidi? Sana do'stlaringning yigit beshi, begingni kamsitma, beshingni qo'g'da deb topshirmaganmi? Bagla bir o'ttirki, bu o'tga yaqin borma. Agar yaqin bo'lsang, jazman ko'ysan. Bexud bo'lma. Bagla ko'yayotgan o'tdir. Ko'yayotgan o'tga yaqinlashsang, bu sana jut bo'ladi. Sapsalsang, bagla ko'yar o't hisoblanadi. Kamsitsang, beshingni uzib, qiningni sho'raydi. Sana ortiqcha nazar og'dirsan, uningdan qo'rqin. Agar qo'rqmasang, kuch bilan qo'rqitadi.
İrpan elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi. Epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi. 16. Oy to'ldi, Aliga baxt davlat sifatini aytdi. Oy to'ldi, kulib dedi. Hammani tushundim. Buni so'ragan ekansan, so'zimni angla. Hozir bu ishlarni bilib turib qildim. Senmi buni bilishing kerak edi. Sening qishingga kelganlikim va ko'rsatganlarim mijoz odatim edi. Sen o'rin berding, lekin men o'ltirmadim. Mening o'rnim yo'q. Buni sen bilgin deganim edi. Bu so'zni isbotlash va o'zimga o'xshash narsani ko'rsatish uchun to'pni yerga qo'ydim. Chunki to'p bir o'rinda turmaydi, domalab ketadi. Davlatmi shundoq, menmi domalab ketaman. Sen menga so'yinib qaraganda, ko'zimni yumganligim, o'zimning qanday narsa ekanligimni ko'rsatganligim edi. Bugun men davlat, u qarg'uga o'xshaydi. Kimki menga ilinsa, shuni tutaman. Sen qayt so'zliganda, menmi so'zladim. Kulib qarag'iningda yuzimni yoshirdim. Men o'z odatimni sana ko'rsatdim. Mijozim turaqsiz, menga ishonma dedim. Beshidan ko'p ish kechirgan oqsoqolning turkcha masal keltirib nima deganligini angla. Ey baxtlik odam, birdamlik baxtga mag'rurlanmag'in. Ey atoqliq odam, sen baxtga ishinib ketma. Oqar suv, ravon til va bu baxt turmaydi. Tinmasdan yurib dunyoni kezidi. Baxt ishonchsiz, vafosiz, turaqsizdir. Ketganda tez uchidi, oyig'i tayg'oq. Aligning oy to'ldig'i suoli. Ali aytdi: "Uxtum, so'zing oydinlashdi. Xatolikning o'zrini so'rab, o'zing qutulding. Endi menga ayt, fazilating nima? O'ktam tiling nemishqa cho'ng so'zlarni so'zladi?" Oy to'ldining Aliga javobi. Oy to'ldi aytdi: "Fazilatim ko'p. Kishilarga naf tegsa, meningdan tegadi. Qarasang, mijozim yumshoq, yeshimmi kichik. Men borliq baglik va buyuklikka o'tkal. Yuz husnim chiroyli va qiliqim go'zal. Tilagan orzularimga qo'l yetkizdim. Men qayerda bo'lsam, hammasi orzu qiladi. Men bilan birga yuradi va menga bog'lanadi. Rohat men bilan, mushaqqat meningdan tozadi. Xushallik men bilan, qayg'u menga yo'lamaydi. Kim menga qarshilik qilsa, qiynalib o'ladi. Kim menga bo'yin egsa, orzusiga erishadi. Meni uraman deguchilar o'zi uriladi. Basaman deguchilar o'zi besiladi." Buningga taqlidan bu so'z yodimga keldi. Bilimlik yaxshi kishilar buni anglasin va o'qisin. Baxt qayerda bo'lsa, uningga bo'yin eg, ap bo'l. Agar baxtni rad qilsang, qayg'u bilan elishsan. Baxt kelsa, inson haqiqiy saodatga erishadi. Tuman orzusiga yetib halovatda yashaydi. Alining oy to'ldig'i suoli. Ali dedi: "Bu fazilatlaringni uqdim. Aytqin, sening nuqsoning bormi? Buni bilay." Oy to'ldining Aliga javobi. Oy to'ldi aytdi: "Kishilar menga yola chaplab, nuqsonim yo'q bo'lsa-mu, lekin bor deyishadi. Nuqsonim shuki, insonlar meni turaqsiz deb kishilarga aytib yomonlab yurishadi. Turaqsizlikim men uchun nuqson emas. O'zimga doim yangi narsa tanlayman. Barliq ko'ni narsalar ko'rimsiz bo'ladi. Ko'rimsizning ayibi yirkinishlik bo'ladi. Yangi narsa boyada, ko'nining nima keragi? Esil narsa boyada, xunuk yomonning nima keragi? Bilginki, hamma lazzat yangi narsada bo'ladi. Lazzatni tilab kishilar qattiq mushaqqat chekadi. Bu odatim uchun
meni turaqsiz deb so'kishidi. Bu nomim uchun menga ayib to'qishidi. Batur buningga taqlidan aniq aytdiki, bilsang uning ma'nosi bu so'zga guvohdir. Yaratilgan narsalar yo'qolg'usidir. Yaratquchi Xoliq xolig'ini qiladi. Tiriklik degan shamoldek o'tib ketadi. Qochidi, tutib bo'lmaydi. Uningga kim erisha oladi? Bu baxtga mag'rurlanma. U keladi va yana ketadi. Bu davlatga ishonma. U beradi ham oladi. Bu davlat turaqsiz bo'lmasa edi, ey qozam, baxt nima degan yaxshi narsa bo'lar edi. Bu davlat kelib yana ketmasa edi, yo'rig'an kun yana qorong'ulashmagan bo'lar edi. Aligning oy to'ldig'i savoli. Alig dedi: "Bu turaqsizligingni uqdim. 100 o'rib qo'y ketdi ekansan. Turg'unliqingmi bo'lamdi?" Oy to'ldining Aligga javobi: "Oy to'ldi" dedi. "Mening o'zim va qiliqim kiyikdekdir. So'z tamom. So'yib orzu qilganlar menga tez erishamaydi. Agar erishsa, tutib turolmaydi, tezli zoyi qilib etadi. Menga erishgan bak mahkam tutsa, so'zimni kesib aytamanki, uningdan qocholmayman." Aligning oy to'ldig'i savoli. Alig dedi: "Aytqin, bu turg'unliqing nimada? Seni bog'laydigan qanday kishan u?" Oy to'ldining Aligga javobi: "Oy to'ldi" dedi. "Meni bog'laydigan kishan bu bir qancha narsadir. Qara, ulardan belgi beray. Menga erish kuchining mijozi kamtar bo'lishi, ko'ngli muloyim, so'zi yumshoq bo'lishi kerak. U o'ziga ehtiyot qilishi, hargiz chekidan chiqmasligi, yomon yaramas ishlarga yaqin yo'lamasligi kerak. Yiqqan melini o'z loyiqida ishlatishi, qiliqi mijoz xulqiga bob hayot kechirishi kerak. O'zidan cho'nglarga xizmat ko'rsatishi, o'zidan kichiklarga shirin so'zlik bo'lishi, mag'rurlik bilan kishini kamsitmasligi, o'zidan kichiklarni zanglik qilib xorlamasligi kerak. Ichimlikka behuda berilmasligi, melini behuda isrof qilmasligi kerak. Qo'l va tili bilan o'yinga kirishmasligi, mijoz xulqini to'g'ri tutishi kerak. Bu narsalar turaqsiz baxtning kishinidir. Baxtni bundoq bog'lasa, u qochmaydi, qoladi. Shoirning bu so'zi buningga guvoh. Shoirning bu so'zi so'zga tam qatidi. Kishi uchun davlat o'rkiga kiyikdekdir. Agar u kelsa, ching tut, tushab tizgilla. Tutishni bilsang, davlat tezib ketanmaydi, turadi. Agar tezib ketsa, sana yana tez navbat kelmaydi. Aligning oy to'ldig'i javobi. Alig aytdi: "Ey baxt, seni tushundim. Seni qattiq so'ygan edim, sen mendan yuz o'ribsan. Agar o'zgarishchan, turaqsizliqing bo'lmaganda edi, sening kelganliging qandoq yaxshi bo'ladi. Lekin turaqsizsan, bevafosan. Vafoni ko'rsatsan-u, jafo qilasan. Ba'zida ota va onadan mehribon bo'lib, kulib qarab kishini olqiningda tutasan. Ba'zida ko'magandek yuzingni o'raysan. Butun qiliqing va so'zlaring boshqacha o'zgaradi. Yig'isan, to'plansa hammani qayta chachisan. Chaqirasan, sana yuzlansa, eshikni yopsan." Oy to'ldining Aligga javobi. Oy to'ldi dedi. "Ey davlatman Alig, barcha nuqson va fazilatlarimning etini aytdim. Menga kim erishib mahkam tutay desa, kerakli narsalarni aytib berdim, chami yassa tutsin. Meni tutquchi menga yugan sanmasa, kiyikdek qochaman, menga yetguchi kim bor? Tajribali qeri nima deganligini angla. Tajribali qerilar so'zi, so'zning qaymiqi. Baxt keladi, tutishni bilmasang ketadi. Sana mol beradi, yeyishni bilmasang uni oladi.
Turaqsız baxtga erishsang, uni nihoyat mahkam tut. Agar mahkam saqlamasang, ishonginki qaytib ketadi. Baxtiyor kishi ehtiyotkor bo'lishi lozim. Barliq noloyiq ishlardan yiroqlashishi kerak. O'zi pok bo'lishi, to'g'ri yo'lda menishi lozim. Buning beg'i mushundoq, buni bilish kerak. Aligning oyatoldig'i savoli. Alig aytdi: "Nuqson va fazilatingni tushundim. Sening bu oyatoldi degan etang nima demakdir? Uning ma'nosi nima? Menga aytib ber. Uni bilay, tushunay, sana ishinay." Oyatoldining Aligga javobi: Oyatoldi aytdi: "Mening etimni va mijozimni donolar oyga o'xshatadi. Oy tug'sa, dastlabda bak kichik tug'adi. Kun sari cho'ng'ayib yuqori ko'tariladi. Oy to'lin bo'lib bo'lsa, dunyoni yoritadi. Dunyo xalqi uningdan yo'riqlik oladi. Oy to'lib egizga ko'tarilsa, u yana kemiyishga boshlaydi. Chiroy husni ketadi. Yo'riqligi aziyib, oxiri yo'qaydi. Qayta tug'adi. Har kechasi oz-ozdan yana to'ladi. Men o'zimni shuningga o'xshayman. Ba'zan bor bo'laman-u, ba'zan yo'q bo'laman. Men har qancha zaif kishiga yuzlansam, kesib aytamanki, uning husni borgan sari go'zallashadi. U beyib ulg'aysa, donqi yeyilsa, uningdan ketaman, uningmi shuhrat inovati ketadi. Yana uning yiqqan mol dunyosi chechiladi. Uning taqi turqi yana qayta burunqidek bo'lib qoladi. Buningga taqlidan shoirning bir so'zi borki, shoirning bu so'zi bilimsizning ko'zidir. Kishiga baxt keladi, nomi shuhratlik bo'ladi. Xuddi yangi oydek nuri ortib, oxir to'ladi. Davlat turaqsiz, talva, uningga ko'ngil bog'lama. Davlat to'lin oydek qayta kichiklaydi. Sana etimning yana bir ma'nosini aytay. Uni anglagin. Buningda menga ishongin. Bu oyning o'rni o'yi o'zgarib turdi. O'zgarib turg'ashqa har nima qilsangmi o'rinsiz qoladi. Oyning burchi saratondir. Bu o'y aylanadi. O'yi aylanadi ham o'zi cho'gilaydi. Bu oy qaysi o'yga kirsa tezda chiqadi. Tez chiqmoq uchun yotgan yerini bosadi. Qara, men o'zimni shuningga o'xshayman. Qiliqim ba'zida to'vallash, ba'zida yuqori o'rlash. Kelaman, ketaman, hammadan burun yuraman. Dunyoni kezaman, mening turaqliq o'rnim yo'q. Qiliqlarimning ma'nosi shundoq bo'lgani uchun donishmandlar nozik ma'nilik qilib, etimni oy to'ldi deb atadi. Shundoq. Men davlat bo'lsammi, nuqsonim va fazilatimni, kesilim ham uning davosini aytib berdim. So'zni ochiq so'zladim, endi menga ishon. Tashlayman desang tashla, tutaman desang tut. Aligning oyat oldiğı javobi. Alig aytdi: "Barcha so'zingni angladim. So'zlaring dilni yoritdi. O'zingmi yarading. Sendek bir kishini orzu qilgan edim. Ey arla sardori, Xudo orzuyimni berdi. Xudo kimning orzu tilakini bersa, uningga javoban shukr qilgulik. Bugundan boshlab men tinmasdan, erinmasdan buning shukrini qilishim kerak. Bizga kitob qoldirib dunyodan o'tgan olim, aqil kishining nima deganligini angla. Ey ne'matga ega bo'g'ichi azamat, shukr qil. Shukr qilsang, Xudo ne'matni oshiradi. Ne'matga ega bo'g'ichi o'zini unutib qoladi. Buningga shukr qilsa, ne'mat yuz o'rmaydi. Az yaxshilik uchun nihoyatda ko'p shukr qil. Erishgan ne'mating ko'p bo'lsa, uning qadrini bil. Shukr qilsang, bir ne'mat 10 bo'ladi. Biri 10 bo'lib, o'yga mol dunyo to'ladi. Ali oy to'ldini olqishladi va kech kunduz menga qarashib tur dedi.
Nurg'un mol dunyo, mulk berdi, ko'p maqtadi. Qadrladi, ko'p oltin kumush berdi. Alik uningga hamma ishlarini so'zlab berdi. Hamma ishda uningdan aql va bilim talab qildi. Oy to'ldimi, bu qadr qimmatga erishib, chin haqiqiy sodiqlik bilan xizmat qildi. Ali uni yana bir muddat sinab yurdi. Erishgan bu odami hammadan mukammal ekanligini bildi. On yettinci. Kun to'g'di Ali, oy to'ldig'i adolat sifatlarini aytdi. Ali bir kuni o'zi yolg'iz o'ltirib, uyini xoli qildi, xiyolga cho'mdi. U oy to'ldini chaqirdi. Huzuriga yo'l berdi. Oy to'ldi kirdi va qo'l qo'shtirdi. U Alining qarshisida tik turdi. Ali xeyli vaqtgacha gap qilmay turdi. Ali uningga qarab ko'zi bilan imledi. Ishorat bilan "Kel, o'ltir" dedi. Oy to'ldi, asta ehtiyot bilan o'ltirdi. Ko'zini yaga tikdi, ko'ngli yo'ridi. Yoshirincha ko'z qiri bilan Aliga qarab ko'rdi. Ali qosh qopiqini turgan chiroyi surlik edi. U kumush kurs qo'yib ustida o'ltiratdi. Bu kursning putlari 3 ochmoq edi. Ali qo'lida cho'ng bir pichoq tutgan edi. Sol tarafida zahar, o'ng tarafida shakar turardi. Oy to'ldi, uni ko'rib rostila qattiq qo'rqdi va cho'nqur nafas oldi. Alining oy to'ldig'i savoli. Bir oz turgandan keyin Ali beshini ko'tardi va oy to'ldig'i aytdi: "Tilingni tavrat. Meni bu yerda mo'shundoq yolg'iz ko'rib turib, nima uchun kekashdak so'zlamay turasan?" Oy to'ldining Aliga javobi. Oy to'ldi aytdi: "Ay, davlatman Ali. So'zlash uchun menda jur'at yo'q. Bugun sening mijoz harakatingni boshqacha ko'ryapman. Shuning uchun ayminayapman, ay dono. Ro'shan bilimli kishi xalqqa shundoq nasihat qilgan. G'azablangan chaqda baglarga yaqin borma. Bilimlik donishman teximi yaxshi aytgan. G'azablangan chaqda baglar o't va zahar bo'ladi. Agar baglar qahrga kelib g'azablik bo'lgan bo'lsa, uningga yaqin turma, ey xushbi'il kishi. Baglar g'azabi kelib qahrlangan bo'lsa, uningdan yiroq tur, ziyni tegidi. Buningga taqlidan mundoq bir so'z bor. Buni esingda tut, o'zingni yaxshi ko'zat. Qahri kelgan chaqda baglarga yaqin borma. Yaqin boradi ekansan, qadrsiz bo'lishing aniq. Qara, baglar go'yo arslonga o'xshaydi. Qahri kelsa bosh kesadi, ey bilimi ro'shan kishi. Alining oy to'ldig'i savoli. Ali dedi: "Qani menga o'z so'zlaringni ayt. Hozir nimaga tingirqab qolding?" Oy to'ldining Aliga javobi. Oy to'ldi dediki: "Mening tanqog'inim sen o'ltirgan kumush kursi nima demakdir? Sening o'ltirguning qandoq kursi u? Buning ma'nosini uqay, menga aytib ber. Ikkinchidan, qo'lingdagi nima pichoq bu? Bunimi men to'liq bilishim kerak. Uchinchidan, nima uchun o'ng tarafingda shakar, so'l tarafingda zahar turadi? Ma'nosi nima? Sapsasam g'azablik turasan. Buni ko'rdimda aqlimni yo'qotdim. Seni bu holda ko'rgandan keyin ayminib, eg'iz ochib murojaat qilolmadim." On 8.
Kun tug'di alik oy to'ldig'i adolat sifatlarining qandoqligini aytdi. Alik aytdi: "So'zlaringni aniq tushundim. Bularni yeshib so'zimni aytay. Men seni dastlabki kuni chaqirdim. Shu kuni hurmat ko'rsatib o'rin berdim. Ashu ajoyib ishlarni menga ko'rsatib, meni qahrlantirding, ammo o'zing mahkam turding. Buni ko'rib g'azablansam, toptani qilding. Buningga savr qildim, yana chiroyingni turding. Sen menga men baxtman, meni bilib ol. Sana uqtirib bundoq qildim, buni uqib ol deding. Nima uchun undoq qilganingni ayrim izohlab berding. Men hamma narsani ochiq tushundim. Shu chaqda o'zringni qabul ko'rib kechirdim. Ondan fazilatingga yarasha seni qadrladim. Bugun men o'z mijozim va barcha fazilatlarimni sana ko'rsatdim. Qarag'in, men adolat va qonunman. Qonunimning sifatlari munulardir, diqqat qil. Qara, o'zim ustida o'ltirgan bu kursining 3 puti bor. Ey dilimning huzuri. 3 putliq narsaning hammasi qanqaymaydi. 3 puti tuz tursa qimirlamaydi. Agar 3 putun birasi egilib ketsa, qolgan 2sini qanqaydi, kishi yiqiladi. 3 putliq narsaning hammasi to'g'ri tuz bo'ladi. Agar 4 putliq bo'lsa, qara, biri agri bo'ladi. Qaysi narsa tuz bo'lsa, hamma yeri uz bo'ladi. Barliq uz narsaga sep salsang, qilmishimi tuz bo'ladi. Qaysi narsa qing'aysa, u agri bo'ladi. Agri narsalarning hammasi yomonning urug'i bo'ladi. Har qanday tuz narsa pukilsa, tik turmay yiqiladi. Qaysi narsa to'g'ri bo'lsa, yiqilmay mazmut turadi. Qara, mening odatimmi egilmas, to'g'ridir. Agar to'g'rilik egilsa, qiyomat bo'ladi. Men ishlarni to'g'rilik bilan hal qilaman. Kishilarni bag toifasidan, qul toifasidan deb ayirmayman. Qo'limdagi bu xanjar pichoq kesadigan, pichadigan qoraldir, ey qudratli kishi. Men ishlarni pichoqdek kesaman, pichaman. Da'vo qilg'uvchilarning ishini o'zartmayman. Shikar zo'rliqqa uchrab, ishkimga kelib mendan adolat tilagan kishi uchundir. U kishi shikardek lazzat bilan qaytadi. So'yinch tepib chiroyi echiladi. Zahar o'tini o'zi zo'ravon, haqiqatan tazgan kishilar ichidi. Ular janjallashib menga kelsa, men adolat bilan hukm qilsam, zahar ichgandek azoblanganligini ko'raman. Qopqimning turilganligi suturlik bo'lishim, yuz xotira qilmaslikim oldimga kelgan zo'ravonlar uchundir. Mayli o'g'lim bo'lsin yoki yaqinim tonishim bo'lsin, mayli yo'lovchi, o'tkinchi yoki mehmon bo'lsin, qonun oldida har ikkilisi men uchun birdek. Hukm qilganda hech biri menda farq topolmaydi. Qara, baylikning uli haq adolatdir. Baylar odil bo'lsa, hayotda halovat bo'ladi. Aqlli kishi buningga taqlid qilib shundoq so'z aytgan. Kimki aqlning so'zini esida tutsa, ishi o'ngishli bo'ladi. Baylikning uli adolat ustiga qurilgandir. Baylikning yiltizi adolat yo'lidir. Bey elga qonun yurgizsa, u adil bo'lsa, istagan orzu tilaklariga erishalaydi. Oy to'ldining alayka suoli. Oy to'ldi, yana aytdi: Ey davlatlik alay, nima uchun aligning eti kun tug'di bo'ldi? Aligning oy to'ldig'i javobi. Alik aytdi: Olim mening adolatlarimni ko'rib, kunga taqlid qilib bu otni qo'ydi. Kunga qaragan kamaymaydi, faqat to'lin bo'lib turadi. Yo'riqligi doim o'xshashli kuchlikdir. Mening qiliqlarimmi uningga o'xshaydi. Adolat bilan to'lib turadi, o'ksib qolmaydi. Ikkinchidan, kun chiqsa jahon yo'riydi. Yo'riqligini barcha xalqqa yetkazadi-yu, o'zi o'shmaydi. Meningmi qonuniyatim shundoq, o'zim yo'qolmayman. Odatim va so'zlarim barcha xalq uchun birdakdir.
Üçüncüdün, gün chiqsa, yerga issiqlik beradi. Yerda rengarang gul chechak echiladi. Mening qonunim qaysi elga yetib borsa, u el qoramtoshliq yer bo'lsa-mu ovatlashadi. Chiqqan kun yaxshi yoki yomon demaydi. Hammaga birdek yo'riqlik beradi, o'ksib qolmaydi. Meningmi odatim aniq shundaqdir. Mendan hammaga barobar o'lish tegadi. Yana kelib kunning burchi turg'un bo'ladi. Turg'un deganim uning asosi mustahkam deganimdir. Kun burchi arslan. Bu burch tavranmaydi. O'rnidan tavramaganligi uchun o'yi buzilmaydi. Mening odatlarimga baq, doim bir xildir. Yo'riqlik berishda hargiz o'zgarmayman. Oytoldining alayki suoli. Oytoldi aytdi: "Ey davlatman Ali, jahonda el so'ra noming yeyilsin. Men bu uzun yo'l yurib, mushaqqat chekib, yerib charchab oldinga keldim. Bundaq odating, fazilating borligi uchun kuchlik orzu qilib, sening xizmatingga keldim. Menga aytqin, qanday xizmat qilay? So'yinadigan ishing nima bo'lsa shuni qilay. Xizmat bagning talabiga loyiq bo'lmasa, qancha mushaqqat chekkan bilanmi xizmati yaramaydi. Xizmat bilan yuksalgan, baxtga erishgan elining dangdor odami nima deydi? Angla. Agar xizmatkor begiga xizmat qiladi ekan, baglarni rozi qilish yo'lini qattiq tutishi kerak. Baglar ro'yi bo'yicha xizmat qil. Xizmatidan bag rozi bo'lsa, baxt eshigini ochadi. Xizmatchi xizmat qilishni bilsa, to'rga chiqadi. Xizmat qilishni bilmasa, to'rdan pagog'a tushadi. Xizmatchi begini noiti so'yindirsa, bu qul uchun qadr-qimmatning yo'li ochiladi. Aligning Oytoldiga javobi. Alig aytdi: "Endi men so'zlaringni tushundim. Mening shodligimni tila, o'zingga qattiq ehtiyot qil. Men sana yaramsizlarni aytay. Yaramsizlarga yaqinlashma, pak yurgin. O'zim yoqtirmaydigan narsalarning biri yolg'onchilikdir. Uningdan qolsa zo'ravonlik qilganlardir. Tabiati oshko'z, o'zi ishda ham bo'lganlar, mijozi oldirang'u, ko'zlari hayosiz bo'lganlar, ish ustida qahrlangan, g'azablanganlar, bekor talab, haroqkash va qo'li agri bo'lganlar. Bu xil kishilar menga yaramaydi. Buni amri sana ochiq oshkora aytib berdim. Sen menga munosib holda yarashni xohlasang, bu bir qancha narsadan o'zingni yiroq tut, ey shuhratli kishi. Shundoq qilsang, kundan kunga menga yaqinroq bo'lasan. Mening sana bo'lgan hurmatim, iltifotim oshadi." Oytoldining alayki suoli. Oytoldi dedi: "Bularni angladim. Yana bir so'zim bor, unimi aytib ber. Yaxshilik qandoq bo'ladi? Nimaga o'xshaydi? Yaxshining mijoz xulqi qaysi tariqada bo'ladi?" Aligning Oytoldiga javobi. Alig aytdi: "Yaxshining mijoz xulqi foydali bo'ladi. Xalqqa manfaat tegadi. Xalqqa hamisha ko'p yaxshilik qiladi. Kishidan shuhrat tilamaydi, minnat qilmaydi. O'z foydasini ko'zlamay, kishilarga foyda keltiradi. Bu foydasi uchun badal talab qilmaydi." Oytoldining alayki suoli. Oytoldi yana aytdi: "Bu so'zlarni tushundim. Yana bir tilakimni sendan so'rayman. Menga to'g'riliq haqida so'zlab bergin. İnsanning hayotini yo'ritadigan to'g'riliq qandoq bo'ladi? Nimani to'g'ri yo'l deb ataydi? To'g'riliqning uli qandoq bo'ladi?" Aligning Oytoldiga javobi. Alig aytdi: "Qara, to'g'ri erning tili bilan dili birdek bo'ladi. Ichi teshidek va teshi ishidek bo'ladi. Chin va to'g'ri kishi ana shundoq bo'ladi. Yurakini olqiniga elib, insonlar oldida uyalmasdan yuralaydigan bo'lsin. Baxtli bo'lib, yuksilish uchun kishiga to'g'riliq zarur. Ishonginki, to'g'riliq kishilikning nomidir. Odam qiz nodir emas, balki kishilik qisdir. İnsanlar az emas, balki to'g'riliq ozdir. Buningga taqlidan
shoir ushbu so'zni aytgan. Endi sana so'zladim, senmi ko'gin? Minib yurgan inson nihoyat ko'pdir. To'g'ri, chin va haq odam men uchun nihoyat aziz. Kishi qadrlik emas, balki kishilik qadrlikdir. Aql idrak to'g'ri, chin kishilarni maqtaydi. Aytoldining alayka savoli. Aytoldi yana aytdi. Davlatman alay, menga amdi bu so'zning sirini ichib ba. Yaxshi kishilarning yomon bo'lishi mumkinmi? Yomonlarmi bir kuni yaxshilarga agishami? Aligning aytoldiga javobi. Alik aytdi. Yaxshilar ikki turlik bo'ladi. Buning biri haqiqiy holda yaxshilik yo'lini tutadi. Biri onadan tug'ilibli yaxshi bo'ladi. U to'g'ri va durust hayot kechiradi. Qara. Yana biri taqlid yo'li bilan yaxshi bo'lganlar. Ular yomonga qaytilsa yomonlik qiladi. Yomonlarmi ikki turlik bo'ladi. Bularning har ikkisini o'xshash yomon hisoblama. Bulardan biri tug'mi yomonlardir. Bunday kishi o'lmigacha kiri tozalanmaydi. Yana biri taqlid yo'li bilan yomon bo'lganlar. Bularning do'stlari yaxshi bo'lsa, umi yaxshi yo'lga mangadi. Tug'mi yaxshidan doim yaxshilik keladi. Jahon xalqi uningdan foyda oladi. Tug'mi yomon bo'lsa, uningga davo yo'q. U dunyo uchun balo va xalq uchun jutdir. Buningga taqlidan aytilgan bir turkcha masal borki, buni angla va tushunib o'zlashtirgin. Yaxshi odat oq sut bilan kirgan bo'lsa, bundaq kishi o'lganga qadar o'z odatini o'zgartmaydi. Kishining tabiati bilan qo'shilib yaratilgan qiliq o'lim buzmagacha hargiz buzilmaydi. Onaning qornida paydo bo'lgan mijoz va odat bo'z yer qetiga kirgandila ketidi, ay dona. Agar yaxshiga bir yomon yo'ldosh bo'lsa, uning qilmishlari yomonnikiga o'xshash yomon bo'ladi. Yomon yaxshi bilan birga qetilib yursa, barliq yaxshiliklarga yetmek uchun mash'alga erishadi. Qara, yana bir sabab shuki, yaxshi bilan yomon yiqilish tufaylidan yo'lini to'g'rilab oladi. Begi yaxshi bo'lsa, barcha xalq tartiblik, qiliqlari yaxshi, xuy payli go'zal bo'ladi. Baglar yaxshi kishini o'ziga yaqin tutsa, yomonlarmi yaxshi ish qiladigan bo'ladi. Yomonlar baglarga yaqin bo'lsa, eldi yomonlarning qo'li uzrab ketadi. Yomonlar bosh ko'tarsa, yaxshilar yo'qoladi. Yaxshilar hukmron bo'lsa, yomonlar oradan ketadi. Agar baglar baxt belgisi sifatida yaxshi bo'ladi ekan, butun xalqmi shubhasiz yaxshi bo'ladi. Agar baglar o'zi yomon bo'lsalar, u elde yomonlarning yuzida shodlik jilva qilmaydi. Baglar begi bir yaxshi qonun turg'izganki, yomon uchun eng yaxshi chora jazo va zindondir. Agar xalqning boshchisi yaxshi bo'lsa, uning barliq xizmatchilari yaxshi bo'ladi. Agar baglarning o'zlari yaxshi bo'lsa, butun xalqi beyidu, dunyo tuziladi. Aytoldining alayki savoli. Aytoldi yana shundoq dedi. Bularni tushandim. Ali bu so'zlarni nihoyat to'g'ri aytdi. Bu yaxshiliklarni kishi yaxshi deb biladi. Foydaliq bo'lg'ini uchun shundoq qilishni xohlaydi. Uni butun inson so'yidi, xohlaydi, orzu qiladi. Uni istaganlar uning qandoq erishidi? Alining aytoldiga javobi. Ali aytdi. Yaxshilik esil narsadir. Esil narsani doim esil kishilar xohlaydi. Qaysi narsa esil, nodir va qadrlik bo'lsa, uni amalga oshirish barcha kishiga eg'ir tushadi. Yomonlik va uni qilg'uvchilar qadrsizdir. Yovuz ishmo qadrsizdir. U yomonlikqa ep boradi. Qandoq narsa qadrsiz bo'lsa, yerda yotadi. Tovar durdun qimmatlik bo'lg'achqa turdi turdi.
yaxshilik yuqoriga chiqishdek eg'ir ishdir. Yomonlik tövanga tushishdak erishmak osondir. Qara, aql buningga taqlidan bir so'z aytdiki, aqlliqning so'ziga amal qilsa foydasi ko'pdir. Yaxshilik yuqoriga chiqishdek ish hamma kishi chiqolmaydi. Bu ishni qilaman debmi hamma inson qilolmaydi. Qadrlik bo'lgan har qanday narsani bejirish eg'irga tushadi. Bilimsiz va nodonlar buni ado qilolmaydi. Aytoldining alayki savoli. Aytoldi aytdi: "Ey davlatman Ali, yaxshilik shu qadar nom va madhiga erishgan ekan. Uningmi insonlar so'zligidek qusuri bormi? Farosatliklar uni uqqandu, nima ekanligini bilamdi." Aligning Aytoldiga javobi. Alik aytdi: "Yaxshilik doim maqtaladi. Yomonlar bo'lsa, uningdan qusur topmoqchi bo'ladi. Kishilarga doim yaqinlik qilg'uchi armo, agar yomonlar bo'lmasa, yaxshi ish qilolmaydi. Yomonlar xo'rlanganligi va kamsitilganligi uchun yaxshilarga kun bermaydi, yaratmay yuradi. Kim yaxshilikni xolasa, yaxshilik qiladi. Xo'rlash va kamsitilishga pisand qilmaydi. Kimiki bugungi shodlikni tilasa, u yomonlik qiladi, keyin qayg'uradi. Yaxshilik tiligi uchun nima deydi? Angla. Doim yaxshilik qil. Yaxshilikni o'zingga hamroh qil. Yaxshilikning bugun sana hech ziyni yo'qdir. Bugun ishonginki, keyin uning foydasi bo'ladi. Yomonlik bugun foydaliqdek ko'rinsimi, u ati ziyon keltiradi. Buni farosat bilan uqqin. Yaxshilik o'ng bo'lsa, yomonlik so'ldir. So'lingda davzax, o'ng tarafingda jannat bor. Yomonlar bugun qanchalik huzurlansimi, atiki kunda o'kinish bilan azob chekadi. Yaxshi kishi qanchalik xor bo'lsimi, ata u yerda o'kinmaydi. Ishi o'ngishliq bo'ladi. Ey Aytoldi, sen buni haqiqat deb bilginki, yaxshi nom bilan o'lsam, o'kinchsiz bo'laman. Odil kishi naqadar yaxshi so'zlarni aytgan. Odil kishining tili so'zlarga asos soladi. Boshqalar yomon deb yaxshini rad qilsa, ey yaxshi, men seni orzu qilib tilayman. Ey yaxshi, aytqinchu, sana kim to'yidi? Qani berika, men sana to'ymadim, tex oshman. Yaxshi kishi qanchalik xo'rlangan bo'lsa-mu, men shu yaxshi kishiga hamroh bo'lishga roziman. Baglik menga yomonlik bilan keladigan bo'lsa, bundoq baglik kerak emas. Uni sana berdim. Kishining tabiati yomondir. Buni o'z ko'zim bilan ko'ryapman. Halovati nihoyat qisqa, o'kinchi uzun. Buningga taqlid qilib shoir bu so'zni aytgan. Uni uqsang ma'nosi echiladi. Ko'zingni o'tkir qil. Qara, qaysi yaxshi kishi yaxshiligi uchun o'kinadi. Atangan yomonlar oxir qattiq pushaymon qiladi. Yomonlik qilsa, yomonlikning javobi o'kinch bo'ladi. Qo'lingdan kelsa yaxshilik qil, yomonga o'sh ol. Yomon kishilarni qandoqmi maqtay? Nimishqimi yomon ishni arzu qilay? Askilik, paskashlik, johillikning hammasi yomonlarning qiliq odatidir, ey ulug' kishi. Balo, azob, mushaqqat va o'kinchlik ko'z yoshi yomonlik uchun berilgan javob, ey yigit. Qara, bu yaxshi kishilarni qandoqmi so'ymay, bu yaxshi ishlarni qandoqmi maqtamay. Sexilik, odamgarchilik, manfaat va yaxshilik aniqki yaxshi kishilardan keladi. Yaxshi kishi do'stlar ichidagi eng afzalidir. Yaxshi ish ishlarning eng afzalidir.
Do'sting yaxshi bo'lsa, nima xohlasan qila olasan. Yaxshi yo'l tepish uchun yaxshi do'st kerak. Huzur, halovat, orzu, ne'mat, g'urur va xushol-xuramlik yaxshilikning javobi bo'ladi. Ali aytdi, aytoldi. Bu so'zlarni uqqin, so'ragan savolingga shundoq javob berdim. Aytoldining Aliga javobi. Aytoldi yer upib o'rnidan turdi va dedi: "Ey muqaddas baxt, ey yaxshi qonun, dunyoning hokimi bo'lding. Ömrün uzun bo'lsin. Halovat va yaxshilik ichida beshing omon bo'lsin. Bagliking va saltanating buzilmasin. Shod-xuram kulib rohatda yasha. Ulug'liq bilan ko'p Allohga hokim bo'l. Baglikingning uli qudrating bilan mustahkam bo'lsin. Orzularing quramas eqindak eqib tursin. Davlat qeyrimas xizmatchidek doim ishkingda tursin. Barliq xushalliqning hammasi sangla kelsin. Düşmanlar qayg'u bilan zaiflashib o'lsin. Sen har kimning xizmat qilishiga arzisan. Arzigan kishiga xizmat qilsa, baxt eshik ochadi. Xizmat ko'rsatgan va xizmati bilan orzu tilikiga erishgan kishi nima deydi? Angla. Xizmat qilma. Agar qilsang arziganga qil. Layoqatlik bag xizmatkorining haqqini biladi. Xizmat qilma. Agar qilsang sexiyning xizmatini qil. Bilginki, sexiyning uyi oltin, ishki ko'mishdir. Ey xizmat qilg'uchi, xasisga xizmat qilma. Bo'lmasa umring zoyi ketadi, o'zing yomon bo'lasan. Xasis o'z narsasini o'zidan ayaydi. Aytqinchu, qandoqmi boshqaning haqqini beradi? Aytoldi so'zini tugatdi, turib tashqariga chiqdi. Shodliq cho'mib o'z uyiga yo'l oldi. Shundan boshlab tavranmay xizmat qildi. Kechisi ko'za tuturdi, kunduzi aram olmadi. Haqqoniy va sodiqlik bilan xizmat qildi. Ali uni kundan kunga o'ziga yaqin tutdi. Shu xilda yana bir qancha zaman o'tdi. Aytoldi o'z xizmati bilan yuzini yo'riq qildi. On to'qqizinchi. Aytoldi Aliga tilning fazilatlarini, so'zning foydasini aytdi. Ali bir kuni Aytoldini chaqirdi. O'rin berdi va o'ltir deb emladi. Aytoldi adab bilan asta o'ltirdi. Ko'zini yerga tikib gap so'z qilmadi. Alining Aytoldiga savoli. Ali dedi: "Ey Aytoldi, so'zingni so'zla. Nimishqa shuktursan? Nim bo'lding?" Aytoldining Aliga javobi. Aytoldi dedi: "Ey baglar begi, qul o'z begining yuzini ko'sa, ahlini yo'qotadi. Ali buyurmasdan qandoq so'zlay, so'ramasdan avval qandoq o'tinay? Bilimlikning so'zini angla, bo'yin to'lg'ima. So'ramasdan burun so'zingni so'zlama. Kim birini lozim tepib xolab chaqirsa, u o'zi oldi bilan so'z boshlaydi. So'ramasdan avval so'z so'zlaganni hayvon desa to'g'ri aytgan bo'ladi. Yana bilginki, bir narsa so'ramagan baglarga so'z ochqanlar tal va ahmoqdir. Qizil til umringni qisqartadi. Esanlik tilasang, uni qattiq bog'la. O'zini tutgan, o'zini besib, esan omon yashagan kishi nima deydi? Angla. Qaraboshning yig'isi qizil tildir. U natchilagan boshlarni yegan, yanami yeydi. Beshingning omonligini tilasang,
tilingga ehtiyot bo'l. Tiling har kuni beshingga xavf yetkazadi. Aligning oytoldig'i javobi. Alig aytdi, so'zingni tugal tushandim. Tirik kishining so'zlamasligi hargiz mumkin emas. Bilginki, ikki turli kishi bo'ladi. Uning biri bilimsiz, biri kekashdir. Kekashning tili tutilgan, u so'zlayolmaydi. Bilimsizlarning tili so'zni saqlayolmaydi. Bilimsizning tili doim bog'liqda bo'lishi lozim. Bilimli kishi tiliga hokim bo'lishi kerak. Bilimlikning so'zi go'yo yerga suvdekdir. Suv oqqan yerdan ne'mat unudu. Bilimlik kishining so'zi tugamaydi. Eqib turgan suzuk buloqning suyi o'ksimaydi. Olimlar chimliq sozliqqa o'xshash bo'ladi. Qayaga oyoq bassa, shu yerdan suv chiqib turadi. Bilimsizning ko'ngli qumdek bo'ladi. Daryo kirsimi to'lmaydi. O't cho'p unmaydi. Oytoldining alayki javobi. Oytoldi yana shundoq dedi. Alik o'qidi. Agar tilning ziyni tegsa, tiriklik tugaydi. İnsan tirikkan qandoq so'zlamasin? Kishi kerakli so'zni so'zlaydi, yoshirmaydi. Kishi so'zlashi uchun avval so'rash kerak. So'ramasa so'zni chin saqlash lozim. Ey Ali, agar yaxshi bilsang, so'ramoqlik erkakdir. Uning javobi bo'lsa, tishiga o'xshashdir. Ayolning bir erkak eri bo'ladi. Tug'ilsa uningdan 2 o'g'il tug'iladi. Aligning oytoldig'i savoli. Alig dedi: "Tushundim. Barcha so'zing haq. Yana boshqa bir so'raydigan so'zim bor. Tilning ziynini so'zladim. Buni angladim. Uning foydasi bormi? To'g'risini aytib ber. Agar tilning ziynidan qo'rqsang, barcha foydali so'zlaring aytilmay qoladi." Oytoldining alayki javobi. Oytoldi aytdi: "Agar bu til so'zlashni bilsa, so'zning foydasi nihoyat ko'p. Behuda so'z bilimsizning tilidan chiqadi. Donolar bilimsiz kishini hayvon ataydi. Behuda hojatsiz so'zlarni so'zlash avomning qiliqidir. Qora boshni yeganmi behuda so'zdir. So'z o'rinsiz so'zlansa, ko'p ziyon keltiradi. Agar so'zni joyida so'zlashni bilsa, foydasi bo'ladi. Bilginki, avomning qorni to'ysa, o'kizdek yotadi. Behuda so'zga ovunib o'zini samirtidi. Yeb, to'yib yotganlar hayvondir. Bu hayvon deganim uning qiliqiga qaratilgan. Bilimli kishilar vujudini upurtidi. Bilim bilan shodlanib, jinini yoshnatidi. Vujudning nesibasi bo'g'izdan kiradi. Ruhning nesibasi bo'lgan chin so'z quloqdan kiradi. Qara. Bilimning belgisi 2 narsadir. Bu 2 narsa bilan kishining yuzi yo'riq bo'ladi. Buning biri til, yana biri bo'g'izdir. Bu ikkisini boshqara olsa, daryodek foydasi tegadi. Bilimlik, bo'g'iz va tilga hokim bo'lishi lozim. Bo'g'iz bilan tilni ko'zatgan bilimliklar bakka ehtiyojlidir. Aligning oytoldig'i savoli. Alig aytdi: "So'zlaringni uqdim, ayon bo'ldi. So'zning asosi nima va so'z qancha turlik bo'ladi? So'z nerdan chiqadi va nega boradi? Ey bilimdan, buni menga aytib ber. Qanchalik so'zlash va qanchalik so'zlamaslik to'g'risida aqlliq va bilimlik dono nima deydi?" Oytoldining alayki javobi. Oytoldi dedi: "So'zning o'rni sirdir. So'z soni 10 bo'lsa, so'zlanadiğini 1 bo'lishi kerak. Birini so'zlab 9'uni tiyig'uluq. Chunki tiyiladigan so'z asli badbo'y bo'ladi." Aligining oytoldig'i savoli. Ali yana dedi: "So'zning foydasi qanchalik va ziyni qanchalik? Menga ochiq aytib ber."
Aytoldining alikki javobi. Aytoldi dedi. Sözning foydasi ulug'dir. Söz joyida qo'llanilsa, qo'lni yuksaltiradi. Bilginki, sözning foydasi tufaylidan bo'z yerdagi kishi yeshil ko'kka o'rlaydi, to'rdi bo'ladi. Agar til joyida so'zlashni bilmasa, yeshil ko'kdagi kishini yerga tushiradi. Alining aytoldiğı suoli. Yana aytdi. Sözning qanchiligi ko'p va qanchiligi oz bo'ladi? Menga ochiq aytib ber. Aytoldining alikki javobi. Aytoldi dedi. Ko'p so'z degan shuki, so'ramaganni so'zlab ko'ngilga tegish. Oz so'z so'ralganga berilgan javob. Sözge yarasha qaytirilgan so'zdir. Tilni so'z bilan bezab, uning yuzini ochgan shoir buningga taqlid qilib mundoq degan. Sözni obdan o'ylanib yaxshi so'zligin. So'ragandila so'zla va tez tugat. Sözni ko'p angla, lekin nurg'un so'zlama. Bilim bilan so'z tuz, farosat bilan so'zla. Alining aytoldiğı suoli. Ali aytdi. Bu so'zlarni tushundim. Yana bir savolim bor, yoshirmay aytdi. Chin so'zni kimdan anglash kerak? So'zni kimga aytish kerak? Buni aytib ber. Aytoldining alikki javobi. Aytoldi dedi. Sözni donodan anglab, keyin bilimsizga aytish kerak. Kerakli so'zni ulug'lardan anglash lozim. Ondan kichiklarga aytish kerakki, ular o'zini tutib olsin. Sözni ko'p anglag'uluq, bira-bira so'zligilik. Bilimlik dono menga shundoq degan. Ko'p so'zlash bilan kishi olim bo'lanmaydi. Olim ko'p anglab, to'rning beshiga erishadi. İnsan kekash bo'lsa-mu bilim ola oladi. Ammo g'as bo'lsa, bilimga qo'li yetmaydi. Alining aytoldiğı suoli. Ali yana aytdi. Bu so'z tushunishlik bo'ldi. Yana bir savolim bor. Uningga javob ber. Tilni shuk tutish kerakmi yoki so'zlashmi? So'zni ochgan yaxshimi yoki yoshirishmi? Aytoldining alikki javobi. Aytoldi dedi. Ali anglasunki, til bilan so'zlanmasa, bilim shu pet qiliveradi. Tilni so'kishkili bo'lmaydi. Maqtiladigan yerlarimi ko'p. So'zningmi maqtiladigan va so'kiladigan taraflari bor. Sansızlagan canlıq mavjudotning hammasi Tangrining birligiga til bilan guvohlik beradi. Tangri tuman minglarcha xaloyiqni yaratdi. Ular Tangrini faqat tili bilan maqtaydi. Vujudi boriki kishi uchun kerak narsa biri til bilan so'z, yana biri ko'ngil. Ko'ngil va tilni to'g'ri so'z uchun yaratgan. So'zi agri bo'lganlar o't ko'yishga majburlanadi. To'g'ri so'zni so'zlasa foydasi ko'pdir. Agar agri so'zlasa doim so'kishga uchraydi. To'g'ri so'zlamoqchi bo'lsang, tiling tavrisin. So'zing agri bo'lsa, undaq so'zni yoshirgin. So'zlamagan odamni kishilar kekash deyishadi. Ko'p so'zlasa, nomi valoh takkurlarning beshi bo'ladi. Kishilarning qadrsizi valoh takkurlardir. Kishilarning qadrliki sehi kishidir. Bu so'zlarni anglab, Ali shotlandi. Ko'zlarini ko'kka tikib, qo'lini ko'tardi. Xudoga shukr qilib, ko'p madhiya o'qidi. Dedi: "Ey egam, mehribon ham azizsan. Sendan menga ko'p yaxshilik keldi. Men sening itoatsiz, gunohkor qulingman. Tilikimni berding. Barcha orzularimga yetkizding. Rohat, mol dunyo, davlat va ko'p yaxshiliklar ato qilding. Buning shukrini qandoqmi o'talayman? Oliy janob, buning shukrisini o'zingni ado etgaysan." Ali so'zini tugatdi. Xaznisini ochdi. Kambag'allar haqqi uchun nurg'un mol tarqatdi. Ali bu Aytoldini qadrladi. Qo'li bilan ihson bersa,
tili bilan maqtidi. Uningga vazirlik unvon berib, tamg'a tutqizdi. Tuğ dumboq bilan savutnimi badi. Bütün memlekette uning qo'lini uzun qildi. Düşmanlar bo'yin egib, u yerdan yo'qoldi. Oy to'ldi, bütün ishlarni boshqurdi. Erishgan zamonidan g'urur bilan shodlandi. Xalqi beyidi, memleket tartibga tushdi. Xalqi Ali uchun duo qildi. Xalq nijot topdi. Jafo mushaqqatdan qutuldi. Qo'zi bilan bo'ra billi yuradigan bo'ldi. El ro'naq topdi, qonun tuzildi. Alining davlati kundan kunga ziyoda bo'ldi. Bir qancha muddat ana shundoq baxtda o'tdi. Xalqning va mamlakatning ishi butunlay tuzaldi. Mamlakatda yangi shahar, kentlar ko'paydi. Alining xaznasi oltin kumush bilan to'ldi. Ali dili shodlanib huzurlandi. Nomi va shuhrati dunyoga yayildi. Yigirminci, baxtning o'tkinchiligi va davlatning turoqsizligi aytiladi. Oy to'ldi, orzu tilaklariga to'liq erishdi. O'tkinchi baxt qerib, orqa yo'likini yiqitdi. Yana bu haqda bilimlik dono yaxshi aytgan. Ne'mat tugal bo'lsa, kishi nasibasiga erishalamdi. Aql teg'i buningdanmi yaxshiroq so'zlab, ne'mat tugal bo'lganda ömürmü tugaydi deydi. Bilimlikning bu so'zi bakmi yaxshi aytilgan. Bilimlikning so'zi bilimsizga ko'zdir. Töven tushgan ko'tariladi. Ko'tarilgan mo töven tushidi. Yo'rig'an o'chidi, mangan to'xtaydi. Har qanday ish o'z kamolatini kutadi. Kamolatga yetgandan keyin yana tövenge yanadi. Oy to'ldi, tilikiga tugal erishdi. Tiriklikni tugatdi, mol mulki qoldi. To'lg'an eyi yana kichiklashga boshladi. Nurliq yozi qahriton qishqi yondi. Bir-biriga mos mizojlar o'zaro zidlashdi. Biri kuchayib, uchini besib tushdi. Mizoji aynidi, tomoqi tetiqsiz bo'ldi. Ruhi eg'irlashdi, kesal uni qattiq tutdi. Mizojlari buzildi. Kuchi kemaydi. Tolchiviqdek tuz qomati töven pükildi. Egri kesal kelib, uni tutdi va yerga yiqitdi. Mungluq ingrab to'shakka kirib yotdi. Teviplar to'plandi, tomirini tutdi. Buning nima kesal ekanligini aytib berishdi. Ba'zilar endi uni qon tutibdi, qon tomirini echib qon eqitish kerak deyishdi. Ba'zilar surgi ishkuzish kerak, ichi qetibdi, uni bo'shtish kerak deyishdi. Ba'zilar julab qo'shib so'g'uqlik qildi. Ba'zisi keraklik shirni sharbat hozirlab berdi. Hech davo to'g'ri qolmadi, hammani qildi. Nima ravo bo'lsa shuni berdi. Foyda qilmadi. Kesili kundan kunga ig'irlashdi. Kunsiri kuchi xo'ridi, aqli ojizladi. Taqvodor kishi nima deydi? Angla. Taqvodor kishi kishilarning sarxilidir. Mayli mumyo qot, mayli tiryoq ishlat, mayli matridos bilan churni so'qib ba, mayli tevib chaqir yoki qom keltur, o'limga yuzlanguchiga hargiz davo foyda bermaydi. Ey tirik yurguchi, g'ofil bo'lma. Tirik ekansan, oxiri senmi o'lasan. Ali oy to'ldining ahvolidan xabar topdi.
o'limning xabarchisi kasal uningga qo'l uzatgan edi. Ali Oytoldining holini so'rab keldi. Ali kelib uni yotgan ahvolda ko'rdi. Alining Oytoldiga savoli. Ali so'radi. Hozir ko'ngling qandoq? Nima kasal bu? Uyqung qandoq? Oytoldining Aliga javobi. Oytoldi dedi. Ey davlatman Ali. Meni shundoq bir kasal tutdiki, uning davosi yo'q. Eyim to'lin edi. To'linliqi kemaydi. Tabiitim alohida edi. Endi bu esillik ketdi. Tuqqan kunim shodlik bilan chiqatdi. Endi kunim petish oldida turadi. Tunlarim yo'rimaydi. Shodlik g'ururim bo'lgan tiriklik o'zini ib qochdi. Turaqsiz dunyo mendin yuzini o'ridi. Shodlik, orzu, ne'matlar orqamda qelyotdi. Qayg'u, alam, mushaqqat menga qarab kelyotdi. Mana bugun men sendan ayrilaman. Pushaymon va alam bilan ingrab ketyapman. Xalqni boshlig'uvchi kishilarning eng yaxshisi dono albigi nima deydi? Angla. Bu davlat kelib o'z maylicha yugurab yana ketib qolmasa, qanchalik yaxshi bo'lar edi. O'lim tutmasa, kishi doim salomat yursa, bu baglik ishi nima degan obdan ish bo'lar edi. Agar kishi qiyramasdan yashasa edi, yigitlik kunlar qanchalik go'zal bo'lgan bo'lar edi. Alining Oytoldiga javobi. Ali aytdi. Oytoldi. Bu so'zlarni qo'ygin. Ey tuz ko'ngil, bundaq so'zlarni so'zlamagin. Hamma kishi kasal bo'ladi, ham yaxshi bo'ladi. Ey qudratlik. Bu kasal yolg'iz sang'ili kelgan emas. Nemishqa tilingdan xunuk gaplar chiqadi? Nemishqa o'zingcha ko'nglingni buzasan? Men sening bilan ovunib yuratdim. Buningga e'tiroz bildirayotgandek, so'zlaring boshqacha bo'layotdi. Xudoyim yaxshi qilg'ay. Bundoq so'zlarni qilma. Ko'nglimga o'tliq tugun sanma. Oytoldining Aliga javobi. Oytoldi aytdi. Ey baxtlik Ali, bu kasalning davosi yo'q, dori izdama. Kimki tug'ilgan ekan, o'lishimi kerak. Nimiki ko'tarilgan bo'lsa, tushishi kerak. Ko'tarilishning tushishi bor. Egizlikning tövini, xushalliqning qayg'usi bor. Ochiqning tatligi. Yana sana mijazim turaqsiz, o'zim o'zgarichan deb bu so'zimni aytgan edim. Bu mening qiliqimni sana tushundirganim edi. Aslida menga ko'ngil bog'lamasligim kerak edi. Men ketaman. Buningga sen shubhilanmagin.